mana menda ko'p ishchilar kelib ketadi, aytadi, "Aka" deydi, "Sizda menejer bo'lgandan ko'rasi" deydi, "Uber qilganim yaxshi" deydi. Ertaga birinchi bo'lib ish yo'qotadigan odamlar menimcha haydovchilar bo'ladi. Misol uchun ko'p O'zbekistondan kelgan immigrantlar Bittada boy bo'lib ketish deyarli imkonsiz. shuncha riskka olib, o'zingiz firma ochib, liability olib, odam ishlatganingizdan ko'rasi oddiy xodim bo'lib ishlaganingiz ma'qul emasmidi? Bitta kunda tadbirkor bo'lib qolmadim. Eng osonidan boshlab ketadi, ya'ni hamma tinchlik, Uber, Truck. Amerikaga menimcha birinchi kelganda любой ish qilish kerak. Nimaga? Chunki xarajatda kutib turmaydi. Zo'r savollar, zo'r savollar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi mehmonimiz Mirak Malaka Niyazmetov. Xudo xolasa bular bilan zo'r intervyu belgilaganmiz. Juda ham qiziq savollar. Bu insonni Amerikadagi deyarli 50% dan ko'p o'zbeklar taniydi. Tanimaganlar uchun Mirak Malaka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jamshid, rahmat katta. Nyu-Yorkka xush kelibsiz aka. Bilamiz siz Marylandda turasiz, drive qilib keldingiz. Bilamiz sizni yurist deb taniymiz va hozirgi kungacha ko'pchilik sizni faqat immigratsiya sohasida yurist deb biladi. To'g'ri. Shu o'zingizni tanimaganlarga qisqa bir tushuntirib bersangiz, siz nafaqat immigratsiya sohasida, balkim biznes yoki studentlar, H1B vizalari, boshqa vizalar bo'yicha mutaxassisligingiz. Va bilamiz, boshqa sportlarda ham aktivsiz. Shu o'zingizni qisqacha introduce qilib bersangiz. Bo'ladi. Jamshid Toshkentda tug'ilib katta bo'lganman, Samarqand Darvozada. Maktabga borgandan keyin hayotimda eng muhim bo'lgan qadamlardan bittasi Turk litseyiga kirganman. Turk litseyida 4 yil o'sha kazarma shaklida biz o'tda yotoqxonada qolinardi. O'tda 4 yillik ta'limdan keyin diplomatiyaga hujjatlarni topshirib o'tga kirdim. Diplomatiyada huquqshunoslik bo'yicha ta'lim olib, bu ham hayotimda o'ta muhim qadamlardan bittasi bo'lgan, chunki ya'ni ta'limni sifati tufayli deb aytmagan bo'lardim. Diplomatiyaning nomi bor edi, lekin ta'lim sifati ya'ni meni xohlaganchalik bo'lmagan. Ammo men o'qigan o'sha auditoriya yoki environment deymiz-ku, do'stlar orttirilgan do'stlar orqali ko'p narsaga o'rganib, hamma chet elga ketib o'qishni xohlardi. Shu tufayli turli xil konferensiya, musobaqalarda qatnashganman diplomatiyada o'qib yurganimda. Rahmatjon Sabirov Kanadada advokat meni juda yaqinda kollegam bo'lganida, ya'ni ko'p musobaqalarga birga qatnashganmiz Rahmatjon bilan. Oxir-oqibat u Kanadaga ketdi, men Amerikaga keldim. O'shandan beri keyin Amerikaga kelib, bu yerda huquq yo'nalishi bo'yicha o'qishni davom ettirib, doktorantura diplomini olganimdan keyin advokatlik litsenziyasini olishga ketma-ket harakat qildim. Bittada bo'lmadi bu narsa. Oldim, ishni boshladim. Ish faoliyatimni boshlashga hujjatlarni topshirganimda ish topish juda qiyin bo'ldi. Chunki Amerikada ya'ni immigrant huquqshunos sifatida bo'lib, amerikalik advokatlardan raqobat qilish oson bo'lmaydi. O'shanga ish topish qiyin bo'ldi. Oxir-oqibat keyin menga kelayotgan savollarning aksariyati siz Amerikada o'qigan ekansiz deb ko'proq kelayotgan savollarni mazmuni immigratsiya sohasida bo'lgani uchun keyin men tillarni bilaman, demak, o'zbek tiliga qo'shib rus tili, turk tili, fransuz tilini bilaman. Shu tufayli qarasam immigratsiyaga qarab ketmasam bo'lmaydi. Kelayotgan savollarni ham o'zi mazmun mohiyati shundan kelib chiqqani uchun o'zimni firmamni ochishga qaror qildim. 2018-yilda rasman Langar Law Firm nomida ishni boshladim. Shundan beri ishlab kelyapman. Hozir sizni mana ko'pchilik biladi yurist sifatida, lekin uni orqasida mana hozir 3 minut ichida ancha narsa aytib berdingiz bizga. Ya'ni sizni amerikanskiy lawyerlar bilan raqobat qilishlaringiz, immigrant bo'lib turib, bu immigratsiyadagi yurist lavozimini olish uchun, ya'ni aytaylik advokat lavozimiga erishish uchun bir nechta marta litsenziyaga topshirdim deyapsiz. To'g'ri. Buni orqasida ancha yillik mehnat yotadi. Keling sizni bugun yurist sifatida emas, Mirak tadbirkor sifatida question qilsak bo'ladi. Chunki bitta sohani 2018-yilda biznesni ochib, uni 12 yil, 15 yil davomida yurg'izish qiyin narsa. To'g'risini aytaman. Amerikada misol uchun startaplar 3 yilda o'zi survive qilishi ehtimoli 80-90% da. Siz 10 yildan oshiq yurg'izyapsiz bu biznesni, uje deyarli
10 yil bo'ladimi? 2018 bo'lsa yo'q, 8 yil. Kelib qoladi. 8 yil. Aytmoqchimanki, bitta firmani noldan olib chiqib, immigrant bo'lib, uni hozir statusini oshirib, Amerikadagi o'zbeklarni 50% tanishligi uchun olib chiqilgan periyoddagi narsalarni gaplashsak. Bo'ladi. Xo'p, Mirakmal aka, mana siz biznesdasiz, aytaylik, qanaqa xodimlaringiz bor? Nimaga siz ham o'zingiz rahbar, ham yuristsiz? Bizda yaqinda o'zimizda case bo'ldi. Bu narsa juda ham Amerikada yaqqol ko'zga tashlanar ekan. Ikkita yurist talashyapti bir-biri bilan. Bittasi business litigation, bizani yurist, ikkinchisi o'zi sizdagi firma ochib, o'zi yurist bo'lib, boshqa bizaga case ochgan. Ya'ni ikkita xodimni ishlashini ko'ryapman-da bu yerda. Bitta tomoni o'zini kompaniya ochib turib, zo'r ishlayapti, chunki kompaniyasi orqasida o'ziniki. To'g'ri. Bittasi birovni qo'lida ishlayapti, lekin slabi, который bizani yurist. Endi solishtirdim. Balkim sizni yutug'ingiz ham, aytmoqchi bo'lganim, o'zingiz firma ochib, u yerda o'zingiz rahbar bo'lib, ham o'zingiz yuridik tomonlarini qilganingizlar. Endi Amerikada Mirakmal aka juda ham ko'p o'zbeklarni bilamiz-da, mana hamma firma ochadi. 1 sekundda borishadi, LLC, boshqa narsa ochishadi. Juda ham oson korporatsiya foundation qilishdi. Endi men hozir tasavvur qilyapman, yurist kompaniyasi qanaqa bo'lar ekan, legal tomonlari, siz ham xatolar qilasizmi? Shu to'g'risida bitta aytib bersangiz, qanaqa boshlangan, nima turtki bo'lgan, nima farqi bor sizni tadbirkorlik yoki birovni qo'lida ishlab? Balkim hozirgi kunda men bemalol ayta olaman, yuristlarning soati $300 dan $500 bilaman, deyman. Hozir men o'zimiz ishlatayotgan yurist $350. Tepaga qarab ketaveradi. Tepaga qarab ketaveradi, so'on. Shuning uchun shuncha riskka olib, o'zingiz firma ochib, liability olib, odam ishlatganingizdan ko'rasi oddiy xodim bo'lib ishlaganingiz ma'qul emasmidi? Nimaga korporatsiyalarni qurdingiz? Nega oddiy xodim bo'lib ishlamadingiz? Farqi, differencelar shular to'g'risida ozgina aytib bersangiz. Zo'r savollar. Zo'r savollar. Boshda o'zim ishni boshlashim bitta kunda tadbirkor bo'lib qolmadim. Right. Bugungacha meni qanaqadir ma'noda ichimda tadbirkor bormidi? Bor edi. Bunga misol tariqasida bilmadim. O'sha mahallamda men endi ko'proq rusiy zabonli do'stlar bilan bo'lishimga qaramasdan, o'zbek do'stlarim orasida misol uchun bozorga qarab chiqib narsa sotadiganlar bo'lardi, ularga qo'shilib ketaverardim. Non sotganman, qog'oz paket u vaqtda bo'lardi, Alaskada qog'oz paketlarni sotardik va hokazo. Bu endi yozda, kanikulda bo'ladigan narsalar edi. Undan keyin misol uchun xolam o'g'li bilan, kuzanim bilan gul sotganmiz. Ular chunki parninki bo'lardi, xrizantema, gladioloslar bo'lardi. Ularni sotardik qish bo'lishiga qaramasdan va hokazo. Hatto tuklitseyda bo'lganda ham mayda-chuyda narsani sotib yurardim. Menga bu yoqardi. Hamisha o'zimning pulim bo'lishini xohlardim, right? Undan keyin o'qishga kirib ketdim, u to'xtadi hamma narsa. Buning orasida kichkina turklarning tekstilidan iborat bo'lgan do'konchaman bo'lgan. Ya'ni hamisha savdoning ichida yurgan odam bo'lganman. Bu yerga kelgandan keyin u narsalar to'xtab, ya'ni ko'proq boshqa qanaqadir endi yurist bo'laman deganda ko'proq katta kompaniyada ishlash odamning ko'zini oldiga keladi, right? Romanticize deymiz-ku, biz takoy romantika sifatida qo'yamiz, har doim kostyum shim, galstuk taqqan, sudga borib yurgan odam sifatida. Shunga, ya'ni ishxonalarga topshirilgan, ammo ish topish oson bo'lmadi, right? Va buni qanaqadir ma'noda mantiqiy tushunsa bo'ladi. Chunki chet eldan kelib Amerikada huquq sohasi bo'yicha o'qiganingiz bilan, litsenziyani olganingiz bilan, Amerikada butun umr Amerikada bo'lib, hamma ta'limni ingliz tilida ko'rib, bu yerda ta'lim tizimidan o'tib yurist bo'lganlarni orasida baribir farq bor, right? Shuni hisobiga ish topish qiyin bo'ldi. Uzr, Mirakmal aka, bo'ldim. Xuddi shunaqa narsa mana bizda ham logistikada, logist bo'lmasdan turib backgroundda lekin konkurensiya qila olamiz-ku. Xuddi siz ham mana yurist bo'lib, immigrant bo'lib, boshqa Amerikadagi katta yuristlarning qatorida joy oldingiz. Ya'ni men kichkina savol berib ketay, yoki men yaxshi ko'raman o'rtada bo'ladi. Savollarni berishni. Aytmoqchi bo'lgan narsam, agarda mana hozir gaplaringizda bir qancha bizneslar O'zbekistonda qilganman deyapsiz, kichkina tartibda, ya'ni qog'oz sotganman, gul sotganman, boshqa. Bu ham tadbirkorlikning bir qismida. Albatta. Ya'ni riskka olish o'zingizga. Birov dependent bo'lmasdan riskka olib turib, o'zimga o'zim pul ishlashim kerak deyapsiz. Savol: обязательно Amerikada yoki boshqa davlatda tadbirkorlik qilish uchun tadbirkorlik backgroundi bo'lishi kerakmi, yo'qmi odamga?
Shart emas, ammo sizni tayinlaydi bunga. Va menimcha, tadbirkorning eng asosiy xususiyatlaridan bittasi, Jamshid siz ham bundan o'tyapsiz. Biza denialdan qo'rqmaymiz. Misol uchun kimdir ham, borsam bilan ish qilmayman desa, keyingisiga boramiz. Yaxshimisan? Mana bunaqa kontraktim bor, mana bunaqa taklifim bor, ishga tayyormisan? Mana bunaqa misol uchun foyda ko'rishimiz mumkin. U yotsa keyingisiga boramiz, right? Menimcha tadbirkorlikda shuni o'rganasiz. Men misol uchun o'zim haqimda agar o'sha o'tmishimga agar qaraydigan bo'lsam, o'sha narsa sotayotganingizda ham har bitta kelgan odam narsangizni olmaydi baribir, to'g'rimi? Bu qimmat deydi, buni sifati yaxshi emas ekan. Men shotdoli ham sotganman. Buni dimlab qo'ygan ekansan, svejiy emas, sal so'lib qolibdi deb misol uchun olmaydiganlar bo'lardi, va hokazo, right? Ya'ni bu narsalarga o'rganasizda ancha nima desa bo'ladi, tez qotadi bunda, right? Amerikada misol uchun bitta hattoki telefon qilishga qo'rqadiganlar bor-da. Telefon qilib, "Mana bunaqa ish joyi bor ekan, shunga rezyumemni yuborsam bo'ladimi?" deb telefon qilishga qo'rqadiganlar bor, right? Haqiqiy tadbirkorlar bu baryerdan o'tib ketib, jasoratkor bo'ladi. Zo'r. Bizda hozir mana shu gapingizga fakt aytib ketay. Bizning ofis Nyu-Yorkda joylashadi. Ko'p ish so'rab kelishadi. Bitta narsaga ahamiyat berdim-da, bizani o'zbeklar ish so'rab kelayotganda faqat tanishiga qiladi. Hamma immigrantlar kelganda birinchi tanishiga qiladi, ish bormi deydi-da. Yaxshi narsa, lekin ukrainslar, o'rislar, boshqa millatlar kelayotganda rezyumesi bilan ishiga taqillatib kelyapti. Ya'ni bu yerdagi key point rezyume ko'tarish qo'ydi-da. Tavsiya qilgan bo'lardim, mana o'zbek kelayotgan agarda studentlarimiz bo'lsa yoki bo'lmasam boshqa birinchi green karta bilan kelishayotgan odamlar bo'lsa, uyalmasdan eshikni taqillatib, shu o'zligini sohaligini, joylarni rezyume bilan borib berishadi. To'liq qo'shilaman. Undan keyin follow up ham bor. Right? O'sha takoy next level bo'lgan ancha pishiganlar nima qiladi? Misol uchun bitta rezyumeni yuboradi, keyin mana shunaqa telefonlarni bo'lsa, agar meni kvalifikatsiyam, tajribam kerak bo'ladigan bo'lsa, bog'laning, ishlashga tayyorman deydi. Bu odam yana bitta keladi yoki telefon qiladi. Men tashlab ketdim, nima bo'lyapti, qanaqa bo'lyapti, ya'ni o'tirib gaplashsak bo'ladimi, choy ichsak bo'ladimi? Follow up o'ta muhim, chunki menga ham endi o'sha firmam bo'lgani uchun rezyumelar ko'p keladi. Bironta follow up bo'lmaydi, right? Hattoki misol uchun men emailga javob berib, hozir pozitsiyalarimiz yo'q, ammo misol uchun o'sha rezyumelar ishga olish mumkin bo'lganlar bankiga folderga qo'shib qo'ydim rezyumengizni deb yozganimga hatto rahmat deb javob beradiganlar ham yo'q-da, right? Emailga. Bular endi kichkina narsalar, ammo o'ta muhim follow up masalalar, right? Lekin ana masalaga qaytadigan bo'lsak, right? Ishga olish qiyin bo'lyapti. Keyin men nima qildim? Atrofimda eng zo'r bo'lgan immigratsiya firmalariga xat yuborishni boshladim-da. Menga bir 10-15 minut vaqtingizni bera olaysanmi? Right? Bunga o'sha informational interview deyiladi, right? Men bu sohaga kirmoqchiman. Menga 15 minut vaqtingni bersang, o'zimni tanishtirib, ozgina shu soha bo'yicha misol uchun maslahat qilmoqchiman, savollarimni bermoqchiman deb bir 20 ta yuborgan bo'lsam, 3 tasi javob berdi. Bittasi eronlik, ikkita yahudiy advokat. Hammasi bilan borib gaplashdim. Hammasi ofisga taklif qildi. Dardimni aytdim. Shunaqa o'qiganman, tilni bilaman. Unaqa tajribam ko'p emas lekin evaluation qildingizmi? Ishlashga tayyorman deb. Yo'q, men bu yerda o'qiganman. Bu yerda Bu yerda o'qiganman, o'sha litsenziyam ham bor edi qo'limda, right? Ular hammasi nima dedi? Akmal, bizda hozircha pozitsiya yo'q, right? Lekin biz hammamiz san o'xshagan sani o'sha nima so'radi? Be in your shoes, right? Sani holatingda bo'lganmiz. Bizning o'zimizning firmamiz bor, hamma bitta joydan boshlash kerak, right? O'zing ishingni boshlashga qo'rqmagan deb gapni eng kamida ikkitasi aytgan. O'sha menda keyin qoldi shu gap, right? Demak, o'zimdan boshlasam bo'lar ekan edi, keyin sekin-sekin kichkina ishlarni olib, albatta bu ishni kengaytirishni, misol uchun Amerikaga kelib tadbirkor bo'lib nimaga biz bu yerda raqobat qila olamiz degan savolingizga menimcha bor taqaladi Jamshid. Buni siz ham tajribangizni eshitishni xohlardim. Ishni agar ishonchli qiladigan bo'lsa, ishni sifatli qilayotgan bo'lsa, klient albatta sizga qaytib keladi. Qaytib kelmasa ham tanishlariga yetadi hech bo'lmasa. Aytgan advokat bilaman, ishimni bitirib berdi, durustligi bor, pulni olishga oldim, misol uchun, lekin misol uchun ish ham qildi degan gap bo'lgandan keyin buni o'zi katta gap. Chunki Amerikada kim ko'p, advokat ko'p, xususan bu yerda Nyu-Yorkda, right? Qo'pol ketgan, xatga tuflasangiz yurist ustiga tushadi, right? Lekin uning ichidan misol uchun rozi bo'lib chiqib ketayotganlar ko'p emas, afsuski. Buni kunora eshitaman. Sizda shu raqamlarni o'lchaysizmi, Akmal aka? Mana ikkita savol. Birinchisi, riskka kim bilan share qilasiz firmangizda? Ikkinchi savol, agarda firmangizda xodimlar ishlasa, nega masshtabirovich qilmaysiz? Mana aytaylik, 10 yildan deyarli 10 yilga yaqin biznes yurityapsiz. Nega tadbirkorning bitta xususiyatini bilaman, Akmal aka, qayerdadir foyda ko'rsa,
uni x3 x4 x5 qilishga harakat qilamiz tezlik bilanda. Agarda siz hozirgi firmangizda daromad ko'rayotgan bo'lsangiz, nega uni multiply qilmayapsiz? Misol uchun sizda faqat Marylandda ofis bilamiz. To'g'ri. Democracy Streetda. Streetda ham zo'r tanlagansiz. Lekin nega masshtab berotsiya qilmayapsiz va balkim bu risk sharing bilan bog'liqdir deb o'ylayman. Ya'ni riskni boshqalar bilan share qilishni xohlamasdir siz. O'zingizga ya'ni aytadi, men o'zimga javob bera olaman, ishimga cho'tki qilaman, reputatsiyam buzilmasin deb. Shunga to'g'ri, men bu masalaga ketib yuraman hamisha. Hatto bu yerda ikkita elementi bor, to'g'rimi? Birinchisi boshqa shtatlarga kengayish. Bu bitta tomoni bo'lsa, o'sha ishni kengaytirishi, ya'ni daromadni ko'proq ko'rishi bitta yo'l. Ikkinchisi ko'rsatilayotgan xizmatlarni ko'lamini ko'paytirish, right? Bular hali ham planda bor, Jamshid, lekin u uchun meni brendimga, men bilan birga hamohang ishlaydigan odam topish oson emas. Hozir protsessga o'tdi, gaplashamiz. Juda ham yaxshi advokatlarga men hattoki chiqib o'zim ham aytganman, mana qanaqa takliflar bor ishlaylikda, bittasi misol uchun Washington shtatida, ikkinchisi Floridada, right? Juda ham yaxshi advokatlar, ular ham rusiy zabon, o'zbek tilini ham, rus tilini ham biladigan advokatlar. It is in the cooking. Bor unaqa planlar, lekin unaqa orqasidan chopayotganim yo'q, chunki men bilamanki, agar уже masshtabирование ketadigan bo'lsa, shu darajada menga tushadigan mas'uliyat ham, vaqt ham ko'p talab qilinadi. Men hozirgi holatda takoy yaxshi anaqani topib olganman. Chunki comfort zona, ya'ni o'ziga xos balans bo'lishi kerak-da. Chunki daromad ortgani bilan sizni bu biznes bilan ko'proq vaqtingizni baribir o'tkazishingiz kerak. Shuning uchun opportunity cost ham ortib boraveradi. Oilangiz bilan vaqt o'tkaza olmaysiz, do'stlaringiz bilan sport, sayohat qilish to'xtab qoladi, right? Yo o'ta rejani juda ham zo'r qilib hamma narsani rejasini qilgan bo'lishingiz kerak, yoki albatta bitta boshqa narsadan buni anaqasini ko'rasiz, zararini ko'rasiz o'zingiz. Kelajakda aka kutib qolamiz, multiple statelarda ofislar qilishingizni. Amin. Biz har doim nima deydi? Как mana buxgalter, finansist sifatida yordamga tayyormiz и xohlaymiz, единственный narsa xohlaymiz o'zbeklarni nomi state levelda, federal levelda ko'tarilishini. Bizda hozir cityga ham chiqa olmayapmiz. No, balkim bordir bir qancha o'zbeklar, lekin sanoqli juda ham. Va bitta narsaga qoyil qolaman, Mirakbar aka, Amerikaga kelganda ko'p o'zbeklarni mana bilamiz. Endi auditoriyamiz o'zbekcha bo'lgani uchun o'zbeklar to'g'risida ko'proq gaplashamiz. Albatta. Immigrantlar. Misol uchun ko'p O'zbekistondan kelgan immigrantlar o'zini sohasi sartarosh bo'lsa, o'zini sohasi aytaylik buxgalter bo'lsa, o'zini sohasi yurist bo'lsa, eng osonidan boshlab ketadi. Ya'ni hamma tenglik, Uber, Truck. Da. Sizga maslahat bersiz shu odamlarga qachon o'zini sohasini boshlash kerak? Mana siz immediately o'qishni boshlab o'zingiz sohangizga ketgansiz. Deyarli balkim side job qilgandirsiz, чтобы living costni ushlab turish uchun. Lekin o'tdagi olgan bilim uvol bo'ladi-ku demoqchiman. O'zbekistondagi backgrounddagi, misol uchun sartaroshlik 5 yil sartarosh bo'lib ishlagan odamlar bilamiz, kelib Uber qilyapti, taksi. Jalki 5 yil umr O'zbekistonda o'tgan, experience qilgan 5 yillik sartaroshlik umri. Bu ya'ni taksichilik balkim soha emasdir. Lekin mana sizni boshqalarni, meni finansiy backgroundim bor, kelib finansiy tomonga uklon qilyapman уже. Keldim, dastlashni bu boshqa narsa. Sizda ham mana ko'ryapmiz, o'zingizning sohangizdan ketsa kam bo'lmayapti. Nisha topilyapti. Albatta. Shu odamlarga bir maslahat, qaysi уровеньda, qaysi necha yildan keyin yoki qanaqadir o'zini algoritmi bormi shu o'zini направлениясida ketadigan period. Ungacha balkim mayli Uber qilsin, finansiy pul yig'ishsin, mayli ungacha uy joyligini to'g'irlashsin, 1 yilmida, 2 yilmida, no. Kelib turib oson narsadan boshlab ketish xuddi yana komfort zonaga qaytayotgandek bo'lib qoladi-da, o'zini ustida ishlamasdan. Da. Siz aytayotgan narsani afsuski ko'pincha mana shu New Yorkda kuzatiladi. Jamshid, right? Bu muammo. Buni menimcha bu masalani boshqa joylarda ham biz muhokamamiz, gaplashamiz. Endi albatta sizni kuzatuvchilaringizga bu qanaqadir ayb sifatida gapiryapmiz, right? Bu muammo sifatida ko'ryapmiz, shunga muhokama qilinyapti, right? Amerikaga menimcha birinchi kelganda любой ish qilish kerak. Nimaga? Chunki xarajatlar kutib turmaydi.
right? Immediately fixed costlar bor. Ya, rent to'lash kerak, telefonni puli bor, TSJ emas, AJOA pullari bor, o'sha kommunal xizmatlar uchun pullar bor. O'zbekistonda unaqa emas. O'zbekistonda ota-onamiz bilan, xolamiz bilan, aka-ukalarimiz bilan turib turishimiz mumkin, hech kim dard qilmaydi, yoqmasa ham, right? Bu yerda hech kim sizni misol uchun 3 kundan ko'p mehmon qilishi juda ham qiyin. Chunki bu Amerikani, xususan New York City'ni realiylari, right? Hech kimga oson emas bu yerda. O'shanga boshida kelganda xarajatdan to'lab turish uchun ishchi aybi yo'qmi? Umuman nima ish bo'lsa olish kerak o'sha xarajatdan to'lab turish uchun. Chunki qarzga kirishdan yomoni yo'q. Keyin bu yerda Amerikada o'ziga xos sistemasi bor, kredit kartalarni berib tashlaydi, uni agar ishlatishda kallan ishlatmasa, borgan sari qarzga kirib ketaveradi. Right? Lekin mana Uber haydayotdimi, Homatdan bo'lyaptimi, kishi baribir o'tirib o'ylash kerak. Menga o'zi bu ish yoqyaptimi? Right? Menimcha aksariyat holatlarda yoqyapti deb o'ylamayman, chunki birinchidan security yo'q. Ya'ni bu ish qachongacha davom etishini bilmaymiz. Right? Endi qariyalar hamisha bo'ladimi? Bo'ladi, to'g'ri, lekin ularning orasida yaxshisi bor, yomoni bor, kasali bor, do'q qiladigani bor, uradigani bor. Bularni eshitamiz, ko'ramiz. Mirakmal aka, keling mana shu o'zimni taksi sifatida o'ylaydi. Xo'p. Misol uchun mana menda ko'p ishchilar kelib ketadi, aytadi, "Aka" deydi, "Sizda ishlagandan ko'ra, sizda menejer bo'lgandan ko'rasi" deydi, "Uber qilganim yaxshi" deydi. Men aytaman unga, "Senda opportunitying bor. Ya'ni 6 kun ishing bor, fixed oyliging bor, KPI bonusing bor. Ya'ni ertalab turib, seni ishga kelishga majbur qiladigan ishxonang bor. Taksida nima bor? Faqat living cost cover qilsa bo'ldi. Tushundingizmi? Uni push qiladigan narsa living cost. Ya'ni uyini arendasi, ovqatiga $50, $100 topishi, lekin shu bolalar aytayapti, mana hozir biz Uberda $500 pul topamiz deyapti-da. Kuniga. Gryazmi, da. Kuniga. New Yorkda. Okay. New Yorkda. $500 topamiz deyishyapti. Men bu narsani ko'rdim o'zim ham. Haqiqatan bor. Lekin aytaylik, men o'zimni taksistni bosamda, Mirakmal aka, menga qarang, men hozir buxgalterlik qilib $10,000 topsam, qattaku, men bitta taksi qilib 15,000 topolmayman-ku, menga glanisi pulku orqasida desam. Misol uchun, bu yerda 15,000 yeyapti-ku hozir, to'g'rimi? Da, yeyapti, to'g'ri. $15,000 ekstra on top topolmayman hozir. Zачем мне это? Endi hammani o'ziga yarasha prioritetlari bor. To'g'rimi? Agar maqsad qisqa vaqt ichida pulni bosib ketish bo'lsa, bosh ustiga. Ya'ni albatta, ya'ni cost benefit analysis qilib turib, ya'ni bittasi 15,000, bittasi 10,000, bu yerda no brainer, right? Ya'ni 15,000 ga borish. Lekin uzun muddatda reja qilayotgan bo'lsa, right? Birinchidan robot taksilar уже ishga tushdi, right? Ertaga birinchi bu ishni yo'qotadigan odamlar menimcha haydovchilar bo'ladi, right? O'shanga undan tashqari umuman agar ish yo'qotdimi yo'qmi degan masala ham bor-da. Ya'ni 15,000 boshqa, lekin uzun muddatda hamisha rulda bo'lish sog'lig'iga ta'siri bor, right? Buni agar opportunity costlarni bitta hisoblab chiqadigan bo'lsangiz, sizga bo'ladigan, bilmadim, kayfiyatingiz kunora, u trafikda qolish bor, u so'kkan, bu do'q qilgan, boshqa qilgan, har bitta mashinangizga o'tirayotgan klientni kayfiyatiga qarash kerak va hokazo. Agar yo'qotgan bo'lsa, marhamat, ammo aksar umumiyatni olganda bu sharoit uzun muddatda yoqishi, ya'ni men tasavvur qila olmayman buni. Chunki men o'zim mashina haydaganman. Как раз bar lisensiga tayinlanib yurgandim, men Uber qilganman. Ertalabdan chiqib ketardim, o'sha aeroportga boradiganlarni urish uchun, kechki payt yana o'sha aeroportga borganda o'rtada kutubxonaga borib tayinlanardim. Men bu narsani bilaman, ya'ni ish mohiyatini, qanchalik qiyinligini, right? Agar mashina haydab shunaqa gaplashib yurish yoqsa, nur ustiga, agar yoqmasa, hamisha oldinni o'ylash kerak. Sizning holatingizda siz kamroq pul berayotgan bo'lsa ham KPI bor deysiz, right? KPI, Key Performance Indicator, right? Agar siz ishida anaqa foyda bo'layotganini ko'rayotgan bo'lsangiz, ko'proq klient kelayotganini ko'rayotgan bo'lsangiz, klientlar bilan yaxshi muomala qilayotganini ko'rayotgan bo'lsangiz, bonuslar berayotgan bo'lsa, ya'ni Amerika shuni ustiga qurilgan sistema, right? Ya'ni bu yerda o'sish bor. Keyin misol uchun 1-2 yil ishlagandan keyin siz oldingizga kelib, Jamshid aka, men anaqa kelganimga 2 yil bo'ldi, right? KPI'larim zo'r, sochishlar ortdi, meni partnyor qilib olasizmi? Misol uchun, right? Bunaqa o'zi o'tirib gaplashsanglar bo'ladi. Haqiqatan ham olib kelayotgan klientlarning sizga foydasi, bilmadim. Ya'ni общий, ya'ni
bir oylik оборотni bilmadim 100 mingdan 200 ga 300 ga chiqarib berayotgan bo'lsa, albatta siz ham o'tirib gaplashasiz. O'tirib gaplashaylik. Qolgan ishlarda bunaqa narsa yo'q va bu ishni qiladigan ya'ni Amerikada qilinsa qilinadi bu ish. Boshqa joyda bu narsani qilish juda qiyin. To'g'ri. Mirakmal aka, Langar forumga qaytsak, marketing yo'nalishida klientlarni mijozlarni olib kelishi bilamiz. Mijozingiz juda ham ko'p sarafanli reklamadan. Qo'shimcha nima materiallardan foydalanasiz? Ya'ni social media yoki Google accountingizdan qanaqa qilib mijozlarni o'zingizning firmangizga tortasiz? Bularni ham ustida o'tirib albatta maslahat qilganman. Ya'ni buni ekspertlari bilan bilamiz. Google yo'nalishlari bor, PPC-mada, pay per click, right? Ularni boost qilsa bo'ladi va hokazo. No, men yurisprudensiya, huquqshunoslik sohasida tushungan narsam shu bo'ldiki, sizdan kelayotgan klient, ya'ni kompaniya nima bo'lishidan qat'iy nazar, kattami, kichkinami, birinchi bo'lib o'zi kim bilan ishlamoqchiligini ko'rish xohlaydi, right? Mijozingiz kimligini aniqlab olish kerak. To'ppa-to'g'ri. Ya'ni bu bir, ikkinchisi mijoz ham kelgan, lekin meni ishimni kim olib boradi? O'zi bu kompaniya kim yurg'izayapti degan masala ham bor, right? O'shanga misol uchun bitta kompaniyaga telefon qilishingiz bor, lekin hech kimni ko'rmaysiz, hatto advokatni ham ko'rmaysiz ko'pincha, right? Shu sababli ham meni asosiy maqsadim Instagram bo'ldi, right? Instagramdan maqsad nima? Men bilan ishlamoqchi bo'lgan yoki ishlashi mumkin bo'lgan odamlar ko'rsin, right? Qanaqadir ma'noda tanishtiruv, right? Tanishtiruv bo'lgandan keyin birinchi baryer yopilgan bo'ladi, right? Men bu odamni ko'rdim, ovozini eshitdim, ishonch qilasiz. Qanaqadir ma'noda, right? Undan keyin o'sha telefon qilib kelishib olish, ya'ni bizning xizmatlar narxi to'g'ri kelsa keldi, yo'q bo'lsa muammosi yo'q, lekin birinchi baryer ketgan bo'ladi, right? Shunga hozir asosiyat bor Instagramda. Ammo Google va hokazo boshqa, misol uchun mahalla pamfletlarni tarqatib yurishlardan hali foydalanganimiz yo'q. Biz ko'p bilamiz, Amerikada yashaydiganlar ayniqsa billion dollarlik keyslar, million dollarlik keyslarni yutdik deb har xil ko'chalarda katta plakatlarni ko'ramiz-da. To'g'ri. Nega Mirakmal akani ko'rmaymiz o'sha plakatlarda? Endi u setayotgan ishlar mana personal injury da, right? Ko'pincha u o'sha anaqaga agar e'lonlarga e'tibor bersangiz, shunaqa katta raqamdan qo'yib qo'yib uchun yetib beraman. Ko'pincha mani tafakkurimda qanaqa aka, Amerikadagi yuristlar faqat banner orqali odamlarga tanillanayotgan degan tushuncha paydo bo'ladi menda, chunki mana juda ham ko'p yo'lda ko'ramiz, mana o'zimizda ham boshqa yuristlar bor New Yorkda katta banner ilishadi. Digital reklamadan ko'rasa, ular fiziki bannerlarni ilishni yaxshi ko'rishadi-da. Siz raqobat qilishda qiyin bo'lib qolmaydimi sizda agar siz ularga teng, ya'ni ular qilayotgan narsaga follow qilmasangiz yoki bo'lmasam aytaylik ular bu aytaylik segmentda borda, marketing segmentida siz yo'qsiz u yerda. Shu narsa raqobatga sizga qiyinchilik tug'dirmaydimi? Albatta tug'diradi va balki klientlarni yo'qotayotgan bo'lishim aniq, right? Lekin aytgandek, hozircha kelayotgan bizda o'sha bilmadim, oylik, yarim yillik, kvartalniy, ya'ni 1 yillik оборотlarimiz men maqsad qo'yganlarimni uryapti, right? Now kengayish uchun, right? U narsalarni misol uchun qo'yganingizdan keyin o'sha qo'shimcha ishchi, qo'shimcha advokat olish kerak bo'ladi. Albatta yo'qotyapmiz, right? Lekin menga hozir u narsa kerakmi degan savolga hozircha javob yo'q. Hozircha Instagram o'zi yetib turibdi, ammo ular ham albatta variantlardan bittasi va o'sha exponential growth, right? O'sha kuchayib qattiq kengaymoqchi bo'lganlarga albatta bu yo'llardan foydalanish kerak. Yostiqni tagidagi podushkadagi narsalar hali yetarli sizga. Bu hozircha yetib turibdi. Da. Takoy diletant metodlar yetyapti hozircha. Demak, tadbirkorlarni ikkiga bo'lsak bo'lar ekan, Mirakmalga. Birinchisi satisfied levelda, ya'ni qanchadir urovingga chiqqanda bo'ldi, men yetadi degan. Yoki Elon Muskga o'xshagan tadbirkorlar menga yer planetasi kamlik qiladi, Marsga uraman degan, ya'ni tadbirkorlar bularni visioni juda ham katta, planningi juda ham katta. Biz bitta intervyuda bitta gap ko'rdim. Adashmasam Airbnb'ning CEOsi kelgan, yana 2-3 ta katta kompaniyaning CEOlari conversation qilishayotganda aytishdida, oldin gap bo'lardi. I saw the sky is the limit degan. Hozir sky limit emas. I see the footprints in the Mars deydi. Uchun Beyond Limit o'ylaydigan tadbirkorlar safiga kirishingizni tezroq xohlardik sizni, Mirakmalga. To'g'ri. Bu narsada yana aytaman, biz yordamga tayyormiz. Takje sizdan ham kutib qolamiz, shunaqa bizadagi tadbirkorlarga
yuridik tomonlama yordam berib bizani o'sha multiple ya'ni mana Amazonga Jeff Bezosni Instagramiga kirsak, unda o'zini proyektlariga follow qilganda. Ya'ni u yerda 50 tadan ko'p proyekti bor. Amazon Prime bordir, Blue Origin bordir, yana boshqa deyarli hammasi $1 billion kompaniyalar. Yes. 50 ta. Buni manage qilish oson emas, lekin xohlardim mana shunaqa bizadagi sekin-sekin bir-birimizga shu dalda bo'lib, u tomonini siz pakrovach qilib, bu tomonini men pakrovach qilib masshtabini qilsak bu narsada. To'g'ri. Albatta sizdan yana bitta qiziq savol so'ramoqchi edim Rakyonaga. Bilasiz, kompaniya ochayotganda kompaniyani har xil shtatdan ochish bor, bu inshuransga bog'liq. Ko'pchilik insurans arzon deydi yoki o'ziga udobni joy tanlaydi. Ikkinchisi formati. Siz bilan shu formatini gaplashmoqchi edim. Kompaniyani formati qurayotganda biz nimaga e'tibor berishimiz kerak? Asosiy men so'ramoqchi bo'lgan narsa, qaysi turdagi kompaniyalar, LLC bo'ladimi, incorporation bo'ladimi, S corporation bo'ladimi, bizaga ownerlarni защита qila oladi. Ya'ni best of the interest of ownership ishlaydi u kompaniya. Shuning to'g'risida как yurist maslahat bersangiz bizga. Yeah. Bu ya'ni disclaimer o'rnida, right? Mana alohida qanaqadir yo'nalishim emas. Right, Jamshid. No, biz advokatlik o'sha litsenziyasini topshirayotganingizda albatta asosiy yo'nalishlar bo'yicha deyarli barcha huquq sohalari bo'yicha imtihon topshirasiz. Bu takoy juda asosiy narsalardan bittasi. Chunki meni bu firmamdan tashqari bitta boshqa startapim ham bor va bu masala hamisha ko'tariladi, right? Qaysi formatda ishlaymiz? No, menimcha sizni kuzatuvchilaringiz uchun, ya'ni tadbirkorlikka kirmoqchi bo'lganlar uchun, right? Asosiy masala birinchi bu narsaga kirmoqchiman yo'qmidan keyin juda ko'p o'ylab o'rmasdan ishni boshlashdi, right? Chunki esimizdan chiqmasin, Amerikada ham xuddi O'zbekistonda bo'lgani kabi yakka tadbirkor sifatida ishni boshlab olsangiz bo'ladi. Va bu uchun hech qanaqa ro'yxatdan o'tish shart emas. Chunki men odamlarni bilaman, qanaqadir takoy grandiozniy planlari borda, lekin Delaware'dan ochaymi, qayerdan ochay, Ogayodan bo'lsinmi, va hokazo deb, ya'ni o'ylab yuradiganlar bor-da, right? Bu o'sha tadbirkorlikni katta muammolaridan. Chunki qaror olinadi, o'sha keyin narsalar keyin o'sha hal qilinadigan narsalar, right? Xo'p, aynan qaysi ko'rinishda bo'lishi hozir, ya'ni aksariyat odamlar baribir o'sha LLC ko'rinishda ochadi, right? Chunki limited liability company, right? Sizni misol uchun faoliyatingizdan kelib chiqadigan, bilmadim, majburiyatlar, right? Moliyaviy majburiyatlar faqatgina o'sha kompaniya tomonidan to'lanib, sizni shaxsiy aktivlaringizga qo'l tekkizmaydigan o'sha format sifatida kelishilgan, right? No, uni pierce qilsa bo'ladi, right? Teshib o'tsa bo'ladi degan gap bor, right? Qachonki agar siz baribir qanaqadir ishlaringizda o'sha fiduciary duties deyiladi, right? Boshqalarga bo'lgan anaqa majburiyatlaringizni to'g'ri bajarmagan bo'lsangiz, right? Ishingizni yaxshi qilmagan bo'lsangiz, sizni baribir o'sha shaxsiy aktivlaringizga kirishi mumkin. No, bu sohaga kirmoqchi bo'lganlar albatta ikkita narsa kerak bo'ladi, right? Yaxshi CPA, hamisha kerak yaxshi CPA, right? Va yaxshi yurist. Bu sohani tushunadigan va boshidan hujjatlarini to'g'ri qilib beradigan, right? Va afsuski bu ikkalasiga ham bizani o'zbek tadbirkorlar yaxshi e'tibor bermaydi va yuristlar ham o'sha kategoriyada. Nimaga? Chunki biz ko'rsatadigan xizmatlar tangible emas, right? Misol uchun borib bugun hozir endi mana 17 ta iPhone chiqdi, to'g'rimi? iPhone'ga $1,000 ko'p pul to'lanyapti-da, kerakmi, kerak emasmi? Qo'liga o'sha bo'ladigan narsa bor, right? Buni qanaqadir ma'noda o'sha bo'ladigan tangible qiymatini ko'ryapti. CPA, yaxshi advokatning xizmatlari ko'rinmas. O'sha zahotiyoq, right? Lekin bu misol uchun o'sha ishni keyingi levelga o'tkazish uchun o'ta muhim bo'lgan xizmat. Ya'ni albatta ochayotganda bu maslahatni qilish kerak. Ya'ni Rakyonaga mana biz eshitganimiz juda ham zo'r tavsiya berdingiz. Birinchisi shu tadbirkorlar o'ylamasdan tezroq boshlashi, ya'ni ko'p o'ylasa o'tib ketadi poyezd. To'ppa-to'g'ri. Ikkinchisi juda ham muhim narsa, ya'ni CPA bilan yuristdan maslahat so'rash kerak ochishdan oldin. Tezroq. Albatta uchinchi masalani zo'r ko'tardingiz, aka, tangible intangible narsani. Ko'proq baribir biz odammiz-da. Ani qo'limizga bitta narsani ushlab ko'rsak, bu misimsa deb ko'ramiz-da, lekin ana brand namingni $500 ga yasab beraman desa, dinimizdan o'zim Baraka Corporation deb ochib olaman deydi. Ochib ketadi, ertaga amerikanchilar barakani spellingida qiynalishadi.
Shuning uchun yana bitta yoki Palonchi Xo'jayev deb ochib qo'yadi misol uchun kompaniyani nomidan. Ya'ni Amerikada bunaqa familiyaga ochilgan kompaniyalar ko'p, lekin ularniki weird emas-da. Bizda misol uchun last name'ni ular o'rganmaganda, uzun aytishga misol uchun Fazliddinov deyishga men o'zim qiynalaman-da. Spelling qilishda o'zimning familiyamda ancha muncha over the phone mistake'lar bor. Sizni Fazliddinov familiyangiz, familiyangiz notoriosizmi unda? Uzr so'rayman. Xo'p, aka, keyingi masala biz gaplashmoqchi bo'lganimiz mana shu firmalarda ko'pincha bilamiz, mana sizda DBA name bormi yo'qmi? O'zi aslida DBA name qilish nimasi foydasi bor kompaniyaga va biz eshitganmiz, kompaniyalarni ba'zi bir shtatlarda ochsak, ownership'i disclose bo'lmaydi. Ya'ni bizga qanaqadir court case kelsa, men o'zim bilganim Delaware'da kelgan Las Vegas yoki Kaliforniya tarafda kelgan offshore islandlar bor. Agarda biz u yerda adres olib kompaniya ochsak, ownership'i disclose qilishi uchun qanchadir miqdorda bond so'raydi. Ya'ni men o'zim bir qiziqqanimda o'sha Kuba taraflaridagi islandda $50,000 $500,000 $1,000,000gacha siz bond qo'ysangiz bo'lar ekan, который ownership'ni disclose qilmasligi uchun. Ya'ni siz albatta $50,000 yoki $5,000,000 $500,000 to'lamaysiz. Uni qanaqadir protsentli соотношениесini o'sha davlatga to'lab berasiz va u davlat sizni bu korporatsiyadagi rahbar kimligini yuridiskiy FBI bo'ladimi yoki courtlar bo'ladimi disclose qilishmaydi. Shu shtatlar to'g'risida agar bilsangiz, bizga aytib bersangiz, tomoshabinlarga qiziq bo'lardi. Da, bu masalaga takoy detallarda ma'lumot bera olmayman, Jamshid. Lekin siz aytayotgan narsa bor, right? Ko'proq o'sha Delaware orqali qilinadi bu narsa va Delaware ko'pincha o'sha kompaniyani manfaatlarini himoya qilish uchun eng ma'qul joy sifatida ko'riladi, right? Hozir siz aytayotgan o'sha formatda ish qilayotganlar, hozir men eng ko'p ko'rayotganlarim real estate'ga pul tikadiganlar. Right? Chunki New Yorkdan, boshqa shtatlardan joy olib arendaga qo'yayotganlar bor va ular bu mulk ularga tegishli emasligini ko'rsatish uchun, yopish uchun o'sha Delaware'da ochyapti-da LLC'dan, right? Hamma tranzaksiyalarni shu LLC'ga qiladi. LLC borligidan xabari bor. Misol uchun Manhattan'da katta uy sotib olinganligi bu LLC'da, lekin buni egasi kim ekanligini topish oson kechmaydigan jarayon. Bu proses bor. Hammaga o'sha nuqtaga borishni tilab qolaman, right? Halol, toza pul bilan, right? No, u o'sha pallaga yetganda o'sha odam sezadi va u vaqtda CPA ham, yaxshi yurist ham foydasi tegishini, qiymati seziladi, bor maslahat qilib gaplashish kerak bo'lgan narsalar. Lekin bundan oldin bitta masala bor. Right, Jamshid. U ham bo'lsa ish ochayotganda, hozir mana Amerikada xususan aksariyat kishilar sherikchilikda ochilayotgan narsalar. Right? Va men qayta ko'rayotgan muammoim sherikchilikning buzilayotganligi. Va buzilayotganda ugly divorce bo'layotganligi, right? Bir-birini yuz ko'rmas bo'lib ketishi, bir-birini sudga berishi, har xil tuhmatlarni berib yuborishi, immigratsiyaga bo'lishi mumkin, politsiyaga bo'lishi mumkin va hokazo. O'shanga menimcha, chunki qanaqa bo'lyapti ko'pincha O'zbekistonda pul tikiladi, boshqaruvchi bu yerda bo'ladi. Perfect, ya'ni bu yerda muammo yo'q, right? Lekin sherikchilik partnershipda bo'lgandan keyin buni asoslarini hujjatdan baribir o'tirib yurist bilan gaplashadigan eng muhim jihat, right? Partnership qachongacha bo'ladi? Kim nima vazifalarni ustiga olgan, right? Aytaylik, mana hozirdagi vaziyat bo'lib, yangi prezident bo'lib, ya'ni bozorda har xil sakrashlar bo'ladigan bo'lsa, bu agar biznesga aksigan taqdirda nima bo'ladi, right? Pul tikayotgan odam aytaylik, birinchi kvartalda 500,000 tikaman, ikkinchi kvartalda 500,000 tikaman degan joyda ikkinchi kvartalga pul tikmaganda nima bo'ladi? Right? Yoki bilmadim, sherikchilikda bo'lib turib SBA loan, Small Business Administrationdan pul olish mumkin bilasiz, right? Uni boshqa sherikni bilmasdan turib olib, u pulni shaxsiy manfaatga ishlatayotganlar bor, right? Va hokazo, buni qo'lami ya'ni cheksiz, right? Siz yoshlikda birga katta bo'lganmisiz, yo'qmi, uni farqi yo'q. Oila a'zoyingizmi, adnakashkizmi bilmadim, birga bog'chaga borganmisizlar, umuman farqi yo'q. Ya'ni aka-ukalar, qarindoshlar yuz ko'rmas bo'lib ketyapti buni orqasidan, right? O'shanga buni hujjatdan belgilab olish kerak. Siz hozir mana finansistman murakkabalarga ozgina tepaga o'tib ketdingiz, high levelga, ya'ni biznesda anaqa partnershipga yozma qilinglar, pul qayerga ketayotganini ko'ringlar deb. Biz shunaqa katta kompaniyalarda kichkina xatolarni ko'ramizki, arzimagan yosh bola birinchi sinfda o'rgatadigan finansistlarni
xatolarni ko'ramizda, u xatolardan bittasi oddiy tranzaksiyalarni, personal transactionni, business transactionni bitta kartadan qilishligi. Ya'ni biznesdan borib Toshkent supermarketdan ro'zg'or qilishligi, Starbucksdan biznes kartadan kofe ichishligi, bu narsalarni bizaga o'xshagan finansistlar, boshqa o'zbek bir qancha bizada bilan ishlaydigan o'zbek CPA'larimiz bor. O'ylardimki, ular tavsiya qilib bu narsalarni sekin-sekin o'rgatib, faqat aytaylik yil oxirida menga $3000 nalog chiqarib bermasdi. Mana shunaqa ichkaridagi protsesslarni kichkina o'rgatib borilsa, hech bo'lmasa videoroliklar orqali Instagramda o'ylaymanki, tadbirkorlarimizni finansiy gрамотности oshadi. И yana bitta shu savol hozir juda zo'r narsa aytib ketdingiz, asset bilan operation companylarni narsasi. Sizda, kompaniyangizda, firmangizda assetlar nima hisoblanadi, Mirakan aka? Asset, mana bizda trakda assetlarimizni logistika sohasida traklarimiz. Ya'ni traklarni financega olamiz, ertaga ular pay off bo'ladi, ular bizning mulkimiz hisoblanadi. И asosiy savol nimada, Mirakan aka? Mana shunaqa protsessda juda ham katta kompaniyalarning xato qilganini ko'ramiz. Ya'ni operatsiyonka bilan mol-mulkka yig'adigan kompaniya bitta bo'ladi. Ya'ni traklarni o'sha operatsiyonka bo'ladigan kompaniyaga finansga olishadi. Bu nimaga olib keladi? Ertaga xudo ko'rsatmasa, mana yaqinda bildingiz, Floridada bitta hind accident qildi. Bu federal darajagacha ko'tarildi. Даже prezident o'zini xabari bo'ldi bu narsadan. O'shaning uchun tezlashib ketdi bu logistikaga nisbatan negativ fikrlar government tomonidan. Shtatlarni band qilishdi, CDL berishini, non-immigrant dokumenti yo'q odamlarga. Aytmoqchimanki, mana shunaqa vaziyatda, katta aksidentlar bo'lgan vaziyatda sizni mol-mulkingizga ta'sir qilmasligi uchun biza kompaniya strukturasini qanaqa qilishimiz kerak. Ya'ni ham operatsiyonkani bittada, ham assetlarni yig'adigan kompaniyamiz bitta bo'lishi shartmi yokida albatta tadbirkorlar buni ikkita firma qilib alohida yurg'izish kerak. Va siz qanaqa qilgansiz? Buni menimcha logistika bo'yicha, ya'ni mutaxassis siz bo'lsangiz kerak. Jamshid, right? Bizada law firmda unaqa assetlar sizlarga o'xshab ko'p narsa olinmaydi. Bizning ishimiz ko'proq takoy brain power bo'lgani uchun, right? Yuridik xizmatlar bo'lgani uchun. Mirakan aka, sizda assetlar bizning informatsiyalarimiz bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki biz socialimizdan tortib hamma narsamizni beramiz va sizlar asset sifatida o'ylaymanki, cyber securitylarni kuchaytirishinglar kerak, чтобы sizlardan bizning ma'lumotlar seize qilib chiqib ketmasin. Privacy datalar to'ppa-to'g'ri. Yo'q, bu gaplaringizga qo'shilaman va buni qilamiz. Mana agar misolga keladigan bo'lsak, Charlie Munger bor-ku, right? Ya'ni undan o'sha so'ralganda bugungacha endi biz uni mana biznes partnerini ko'proq bilamiz, right? Warren Buffett. Lekin Charlie Munger, ya'ni birga ishlashgan hamisha orqada qoladigan takoy mutaxassislar. O'zbekistonda juda ham ko'p shunaqa tadbirkorlar. Unaqa ko'rinmaydiganlardan, right? Undan agar so'rasangiz, bugungacha Warren Buffettdan sizlar muvaffaqiyatga erishganinglarning asosiy sababi nima deb so'raganda, inverse. Always inverse, right? Bu bilan nima demoqchi, right? Bitta ish qilishingdan oldin ishingni dabdala qiladigan nima bo'lsa, hammasini hisobga ol, right? Hali foyda ko'rmasingdan oldin qo'lingda bo'lgan assetni ushlab qol oldin, right? Aytaylik $1,000,000 bilan stock marketga kirmoqchisan, right? Pul tikishga. Birinchi navbatda keyingi yilga bu 2 million bo'ladimi yo'qmi o'ylashdan avval million o'zi bu holatda qoladimi yo'qmi savolni qo'yishing kerak va buni ushlab qolish uchun hamma chorani ko'rishing kerak deydi. Mana siz aytgan masalaga keladigan bo'lsak, avariya, ya'ni logistikada bo'lgan odam avariyani hisobga olmasdan iloji yo'q, right? O'shanga ishga olayotgan haydovchim o'zi bu ishni qila oladigan haydovchim yo'q, right? Inshuranslar hammasi joyidami? Mashinani o'sha texnik holati joyidami yo'qmi degan narsalar menimcha, right? O'sha universitetdan keladigan bo'lsa, ya'ni hamma u narsani oldini oladigan narsalar. Now, avariya oxir-oqibat hamma bilan bo'lishi mumkinmi? Aybi bilan ayb bo'lmasdan bo'lishi mumkin, lekin agar uni himoya qiladigan mexanizm, ki Amerikada bu mexanizmlari bor. Siz aytgan o'sha asset managementda to'g'ri qilingan bo'lsa, inshuranslar hammasi yo'lga qo'yilgan bo'lsa, bilmadim, ular yo'lga qo'yilgan bo'lsa, qanaqadir ma'noda himoya bor-da. Agar u bo'lmasa, bilmadim, uni tagidan keyin qanaqa chiqib kelishi mumkin. Mana hozir bitta odam qilgan ishchi, ya'ni arguably, ya'ni qancha Amerikada bir raqamlarni bilmayman-ku, ya'ni minglab haydovchilar haqida gap ketyapti, to'g'rimi? Hozir hammasiga ya'ni hozir ta'siri bor buni. To'g'ri.
Murakmal aka, mana shu bizada aytdik, hozir mana shuni orqasidan sabab bo'layotgan narsalar, ya'ni ICE, ya'ni DOT deymiz, regulatory bu sistema, davlat sistemasi, mana shu korporatsiyalar, ya'ni strukturalar, davlatda strukturalari уже hunting boshlashdi CDL driverlarga. Sizni bu sohada bo'lmasdan turib tashqaridan ko'rayotgan, yuridik tomondan ko'rayotgan va tadbirkor sifatida ko'rayotgan xavflar nima bo'ladi? Ya'ni aytaylik, logistika sohasiga, mana biz suhbatdan videodan oldin gaplashdik, juda ham katta narx-navolarning o'sishida, birinchisi. Bu yog'ini davom ettirib bersangiz, fikrlaringiz mana shu ICEni именно immigratsiya tomonidan va uni ustiga bo'lgan narsa, avariya mana Floridada bo'lgan narsa ustiga bo'ldi. O'zi ICE yetyapti bizga narx-navoni ko'tarilishiga va shoferlarni kamayishiga. Shunaqa. Uni ustiga bizga podarka bo'lib, avariya bo'ldi va undan keyin mana hozir driverlarimizni sizlab olib kelyapmiz, bizning kompaniyada ishlaylar debdi. Narxlari ko'tarilib ketdi, boshqa narsa. Shunaqa, bitta kelsa ketmay ketganlar. Ketmagan. Yes, yeah, to'g'ri. Ya'ni men ham ya'ni constructionda bo'lgan do'stlarim bor. Ular ham misol uchun aytadi, ba'zi joylarga o'sha biz odam topolmayapmiz deydi. Endi ko'proq o'sha ispan tilida gapiradigan Hispanics deymiz, Latinoda ishlaydi, to'g'rimi, construction sohalarida. Palonchi joylarga o'sha raid bo'layotganda hozir Apple chiqib ketibdi-da. Jamshid, right? Raid bo'layotgan bo'lsa, ko'rib turar ekan, qizil qilib ko'rsatadi, xuddi Uber haydaganingizda ko'rsatgandek. O'zimizda Trax tog'alar Telegram kanalimizda ham bor. Shunaqa, o'tkir, ya'ni qanaqa proyekt bo'lsa ham bormayman deyotganman. Misol uchun menga yaqin bo'lgan Washington, ya'ni 30 minut mendan, ya'ni o'tga misol uchun men yaqinda turk o'sha construction bilan shug'ullanadigan do'stim bor, gaplashsam, umuman hech kimni topolmayman dedi. Va sabab hozirgi siyosat, right? Ko'chada bug'doy rang bo'lganini o'sha olib ketish ehtimoli ortib ketdi. Hujjati bor-yu, farqi yo'q. Uni ustiga mana Floridada bo'lgan narsa, hozir endi mana ingliz tilini bilishi talab qilib qo'ydi, CDL berishni qiynashtiramiz deyapti va hokazo. Va bu yerda masalan bitta boshqa o'sha ijtimoiy tomoni ham bor. Right? Misol uchun Amerikaga Meksika orqali kelganlarga hozir hayot qiyinlashyapti Amerikada, right? Bu fakt. Mana kelganda boyligiga tez erishaman degan yondashuv uzun muddatda muammo berishini ko'ryapmiz. Right? Misol uchun hozir Meksika orqali kelish uchun 30 ming, 40 ming xarajat qilib kelganlar bor. Undan ko'p xarajat qilib kelganlar bor. Oilasi bilan kelgan bo'lsa, hokazo. Kelib, men shunda trakka chiqib ketaman deb, bilmadim, haftasiga keyin ya'ni minglab dollarlarni bosaman deb, bu 40 ming olgan pulimni bilmadim, yarim yilda to'lab yuboraman deb plan qilib kelganlar bor, right? Now, haqiqatan ham pulga ehtiyoji bo'lib, o'sha nima desa bo'ladi, desperate bo'lib kelgan bo'lsa, ya'ni Alloh oson qilsin, ya'ni ishi oson bo'lsin, right? Lekin mana shunaqa oson yo'l bilan pul qozonaman deb kelish, right? Ko'pincha mana shunaqa natijalarga sabab bo'ladi. Va bu xohlagan sohangizga qarang. Bittada yurist bo'lib tashab, hammani aldayman deb, pulni yig'aman deb qochoraman deganlar, right? Yoki aytaylik, Bitcoin zo'r bo'lib ketdi, hozir butun bor bisotimni sotib pul tikaman deb, Bitcoin bittada 100x bo'lib ketayotgan ekan, tikaman deganlar hamisha yutqizadi, right? Amerika o'sha juda ham takoy efficient systemda butun bittada boy bo'lib ketish deyarli imkonsiz. Ya'ni milliondan bitta bo'lib qolmasa agar. Lotereya yutib olmasa agar. Shunaqa. Ular ham pulni o'sha zahotiga oqazadi. Nimaga? Chunki pulni boshqarishni bilmaydi, right? O'shanga mana afsuski, mana hozir o'sha bir pasda boy bo'lib ketaman deb CDL ni sotib olganlar. CDL olayotganda hech bo'lmasa tilni o'rganmaganlar. Ya'ni shuncha vaqt ketdi, nima qildinglar? Ya'ni afsuski shu holatda hozir. Mana bu hozir o'sha salbiy tomondan o'zlik ta'sir qiladi. Ish topish qiyin bo'ladi. Hozircha bu qo'rqinchli hamda, mana bitta narsani men o'zim CDL driver bo'lganman, 8 oycha trak haydaganman va bu yerda trak haydayotganingizda hamma znaklar inglizchada. O'zbekcha yozib qo'ymaydi hech bir znakka. Mana mostni balandligi 13.6 debdi. Yoki bo'lmasam aytaylik, mana bu xizmat load kirishi, trak kirishi mumkin emas deb o'zbekcha yozganini shartni ko'rmaganmiz-da. Qanaqasiga men tasavvur qila olmayman. Demak, odamzodda shunaqa instinkt bor-da, murakkabniki boshi devorga tegmaguncha u narsani o'rganmaydi-da. Ko'p insonlar dunyodagi mana shunaqa strukturada yashaydi. Ya'ni boshi devorga tegishini kutib yashaydi-da. Ya'ni aytaylik, mana hozir
ingliz tili majburiy qildi. Hamma yoppasiga ingliz tili o'rganishga tushdi. Hamma. Даже trakda haftasiga 3000-4000 dollar topayotgan amakilar ham, tanish okalarimiz ham tushdi. Shu puldan voz kechib, bilishadi hozir yo kompaniyaga zarar qiladi yoki bo'lmasam o'ziga zarar qiladi. Va ingliz tili o'rganishni boshlashdi. Va shu jumladan men hozir bitta narsa aytib ketmoqchi edim tadbirkorlarimizga, xuddi shu narsa Mirakmal aka legal tomonlama kompaniyaning strukturasiga va finansiy tomonlama kelishi mumkin. Ya'ni finansiy tomonlama men o'zim bilganim ertaga IRS bitta ko'tarishi mumkin hammani. Qani nima qildinglar mana 10 yil bo'ldi, 20 yil bo'ldi Amerikada yashayotganinglarga qanaqa naloglarni topshiryapsizlar, to'g'ri topshiryapsizlar. Пока что Amerikada defitsit nalog tomonlama yo'qligi uchun bu narsaga tegishmayapti. Agarda ertaga kimdir mana Hindga o'xshab qovun ursa, accidentdagi IRS ga butun hammani tiklashni boshladi. Keyin hamma yana boshqatdan пока kech bo'lmasidan men tavsiya qilardim tadbirkorlarga, что naloglar to'layotganda albatta xarajatlaringizni cheklari bilan yig'ishi, xarajatlarni to'g'ri joyga qilishi va xarajatlarni to'g'ri akkauntlardan qilishi tavsiya qilib borgan bo'lardik. Jamshid va bu yerda siz aytayotgan narsada, ya'ni qanaqadir o'g'illash yoki sistemani aldash emas, right? Bu yerda ikkita muhim narsa bor. Birinchisi, Amerikada hukumatdan hazillashib bo'lmaydi. Yo'q. Ya'ni kim bilan qanaqa, unaqa qilsa bo'larmikin degan narsa bo'lishi mumkin, lekin hukumat bilan hazillashmaslik kerak. Siz aytganingizdek, hozir ICE misol uchun tilla biladimi yo CDLga qarayotgan bo'lsa, ertaga hamma soliqlarni ko'tarishi mumkin, right? Soliqlarni ko'targanda siz mayinda hamma narsani qonun qoidaga ko'ra qiladigan bo'lsam, ko'p taks to'g'ri olaman degan narsa balki, lekin yaxshi CPA bilan ishlagan taqdirda buni qonuniy yo'llari bor, right? Va Amerika sizga tadbirkor sifatida yashnashingizga baribir nafas olishingizga sharoit yaratib beradi. Faqatgina ya'ni soliq eksperti bilan CPA bilan ishlab, ya'ni nima qilib bo'ladi-yu, nima qaysi xarajatlarni tushirib bo'ladi-yu, qaysi xarajatlarni tushirib bo'lmaydi va uni o'ziga yarasha planninglari bor. Misol uchun mayli o'sha hamma xarajatni chiqarib olgandan keyin yana qo'yayotgan bo'lsa, retirement fondlar bor. Farzandi o'qishiga tikiladigan pullar bor, right? Now siz cho'mchigingizdan chiqadimi, pul chiqadi, lekin stavka finansistami ekansiz. O'zingizda qolyapti-da, to'g'risi. Ya'ni yo'q, chunki bularni mana yana o'sha ko'rinmaydigan xizmatlar haqida gap ketyapti, right? Bilmadim, 1000, 2000 kamroq to'layman deb ko'chada ishini biladigan odamga qildirish bor. Lekin o'tirib mutaxassis bilan financial planning qilib, mana qanaqa bo'lyapti, mana projectionlarim misol uchun bu yil aytaylik 120 150 ming tushirganga o'xshayapti trakdan, right? Bilmadim, haydovchi bo'lsa, owner operatorlar bilaman ko'proq topadi, right? Nima qilsam bo'ladi? Trakka o'zimga olganman, depreciation nima bo'lyapti, right? Ortib qolgan pulni qayerga tiksam bo'ladi? Retirement fondi nima bo'lyapti? Chunki pensiyasini o'ylamaganda ko'p. Chunki men 26 yoshda kelgan bo'lsam, bilmadim, 26 yoshdan keyin pensiyani o'ylayotganlar bor, o'ylanayotganlar bor. Ki o'ylaydigan masalalar bilan. To'g'ri. Mirakmal aka, mana hozir tasavvur qilaylik, mana bitta o'zbek akamizni, hop bilamiz, DOT inspection joylarida hozir ICE bilan birga ishlayapti, ya'ni immigratsioniy servis bilan. Bu yerda pointlarda borishga o'zbeklar qo'rqadi, siz aytganingizdek. Ya'ni biladi, borsa ingliz tilisi yo'q, borsa dokumenti yo'q. O'zi mana shunaqa vaziyatlarda ingliz tili bilmasdan turib, hop qo'lga tushdi deylik. Oxiri nima bo'ladi? Yoki bo'lmasam non domicile degan CDL degan narsa nima o'zi u? Kimlarga beriladi o'zi va nima qilib to'g'rilasa bo'ladi o'sha odamlar? Qiyin savol. Bevosita meni soham emas, endi agar umumiy tako common sense dan yondashadigan bo'lsak, right? Agar o'sha vaqtda bilmadim, ingliz tilini bilmasa-yu, ingliz tilini bilish talab bo'ladigan bo'lsa, ya'ni o'sha vaqtda buni huquqiy oqibat nima bo'lsa bo'ladi. O'sha yerda sizga telefon qilsa bo'ladimi yo'qmi? Misol uchun, ya'ni inspektionga tushdi. Ya'ni tasavvur qiling, mayli sizga emas, boshqa yuristga-da, o'zini yuristi bor, постоянно gaplashib yuradigan boshqa. O'shanga qilsa, bu narsalarni deportatsiyalardan olib qolish imkoni bormi, yo'qmi? Men bilaman, Amerikada mana hozir aytganingizdek, ko'pincha Amerika qonuniy yo'llarni yaratadi-da. Misol uchun bribe berish mumkinmi? Mumkin. Qanaqa qilib? Bond to'la. To'g'ri? Nimadir case bo'lib qoldi. Chiqib ketmoqchi, logika case. Sudyaga pul bermaginda, mana davlatga to'la, ya'ni o'sha court case-ga $10,000 bond to'la, vaqtinchalik chiqib ishini qilsin Amerikada. To'g'ri. Bu qanaqadir legalniy yo'llari bribe deb o'ylayman, ya'ni
yaqinda Kaliforniyada, bilasiz, Kaliforniya har doim oldinda yengilliklar qilish bo'yicha. Bitta narsa eshitdim, sudyaga sovg'a berish mumkin keys hal bo'lgandan keyin. Ya'ni siz sudyaga ofitsialniy podarka bera olasiz, Ferrari bera olasiz, boshqa narsa bera olasiz. Buni sourcelarini chiqarib qo'yamiz. Imенно Kaliforniyada bo'layotgan keyslar bo'yicha bu ham bitta turi, ya'ni sovg'a gift deb unga yozilgan bo'lsa, u sovg'a tarzida puldan tashqari, pul ko'rinishidan tashqari mashina berasizmi, soat berasizmi, bu narsani уже officially qilishayotgan ekan. Ya'ni aytmoqchimanki, mana bu yerda ham ingliz tilini bilmasdan tushda o'tdi-da. Nima variantlari bor? Uni deportatsiya bo'lmasligiga, o'sha aytaylik, non-domicilda qanaqadir o'ziga zarar qilmagan holatda chiqib ketadigan variantlari bo'lsa, bilaman bu sohada chuqur bilimga ega emassiz, lekin siz yurist sifatida qanaqa action 1, 2, 3 etapi bormi? Ya'ni jim turishiga, ya'ni gapirmasdan, savoliga javob bermasdan jim turishiga haqqi bor-da, ili advokatim bilan gapiraman deyishga haqqi bor. Mana shunaqa joylarni o'rgatib ketsangiz, mabodo o'zbeklar shunaqa vaziyatga tushib qolsa, hech bo'lmasa aytadiku, первый помощь biladi. Ya'ni yuragini bosishi, boshqa narsani. Bunaqa vaqtda advokatni topib, advokat bilan bog'lanishi qiyin bo'ladi birinchi navbatda. Right, shunda telefon qilganda advokat javob berib, "Keyin men gaplashaman" deyishi qiyin. Bu bir. Ikkinchisi, agar qanaqadir chora ko'rish nazarda tutilgan bo'lsa, o'sha qonun qoidani buzdi, yo'lda o'sha kirish mumkin emas bo'lgan joyga kirdi, bilmadim, yoki exitni oldi va hokazo, right. Ya'ni nima chora ko'rsa, ya'ni davlat tomonidan ishchisi, law enforcement, right, ular o'sha ya'ni ko'radigan chorasini ko'radi baribir, right. Qanaqadir ma'noda hamkorlik qilish kerak bo'ladi. Now, savollarga javob berishda asosiy umumiy savollarga javob berish mumkinmi? Yes. Ismingiz nima? Anaqangizni haydovchilik guvohnomangizni ko'rsam bo'ladimi? Страховканgizni registratsiyani ko'rsam bo'ladimi degan savollarga hamkorlik qilish mumkin. Undan u yog'iga javob berishlarga men advokat javob berish xohlamayman, xususan agar qanaqadir qonunbuzarlik bo'lganini his qilsa, right? Mana bunaqa ish qilib qo'ydingiz, tan olasizmi degan narsalarga, ya'ni bilmayman. Men advokatdan maslahat qilaman, keyin savollaringizga javob berish mumkin deb javob berishda ayb yo'q. Agar o'sha vaqtda detentionga olib ketaman deydigan bo'lsa, buni ham oldin olib bo'lmaydi. Ya'ni o'sha yerda qanaqadir to'xtatib, kimdir ham telefon qilib to'xtatishisi ilojisi yo'q. Ammo mana undan keyin endi o'sha yuristdan maslahat qilib ish ko'rish foydali. Lekin detentionga olib borgandan keyin advokatlari bilan gaplashib, ya'ni detentiondan olib qolish imkoniyatlari bor. Sababli asosida bo'ladigan bo'lsa, mana siz bondni misol qilib berdingiz Jamshid. Bonddan chiqarishi ikkita asosiy talabi bor. U ham bo'lsa, tashqariga chiqqanda not a public threat, right? Boshqalarga qanaqadir xavfi tegmaydigan odamligini ko'rsatish kerak birinchi. Police reportda olinadi, o'tmishda jinoyat sodir etmaganligi, jiddiy traffic violationlari bo'lmaganligini ko'rsatasiz. Ikkinchisi, not a flight risk, ya'ni qochib ketmaydi, sud kuniga albatta keladi. Shu ikkita elementni ko'rsatsangiz, 5000, 10000, 8000 qancha belgilansa bond puli to'lab chiqib ketishingiz mumkin, right? No, unda ham baribir talablari bor. Undan keyin o'sha bu ishni hal qilish bo'yicha agar huquqiy asosda bo'lsa, endi o'sha yuristni tajribasiga bog'liq bo'ladi. U orqali chiqib ketish imkoniyati bo'ladi ekan. Sud tizimini ishlashga men juda ham qoyil qolaman akmanaga. Bu yerda Amerikada ayniqsa, chunki ko'ramiz, mana prezident bo'lishidan oldin, prezident bo'lgandan keyin Trampni sudit qilishadi. Oliy sud sudga beradi, boshqa advokatlar mana yaqinda kecha ko'rdim. FBI direktorini sudit qilishyapti-da. FBI direktori avvalgisi. Hozir Keshpatalga nisbatan ochildimi? Ha, Keshpatalga nisbatan ochilib, uni shunaqa jostki savol-javob qilishyapti. Men hayron qoldim. Buni hamma savol-javob qilayotganlarning ularda informatsiyasi bor-da. Ya'ni telefonida nima gaplashyapti, qanaqa u nima savollar tayyorlayapti, hamma narsasini u yoqdagilar biladi. Most probably. Lekin shunaqa darajada qo'rqmasdan prezident urovnida sudlashishlarini ko'rib, men aytaman, Amerikada shunchalik qonunlar zo'r odamlar uchun ishlaydiki, shu darajagacha chiqib qolyapti. Prezident darajasigacha, "Hey, mana qilmishingga yarasha javob ber" degan narsani. Endi hammani bir paytda deportatsiya qilayotganda, ya'ni noqonuniy immigrantlarni boshqalarni deportatsiya boshlanayotganda, bizani dispetcherlar Amerikaga boraylik, ya'ni juda ham ko'p hozir bilasiz, outsource qilyapmiz O'zbekistonda, ayniqsa logistlar
Amerikaga borishi harakatini O'zbekistondagi yosh ya'ni logistikani o'rganayotgan dispetcherlar ko'rishyapti, driverlarning necha pul ishlayotganini. Уже kallasida paydo bo'lyapti, qanaqa qilib kelsak bo'ladi. No, masala shundaki, at the same time noqonuniy qolib deportatsiya bo'layotganlarni ham ko'rishyapti. Va sizga ikkita savolim bor Murakkab aka. Birinchisi, ularni qonuniy qanaqa olib kelsa bo'ladi, nima viza turlari bor va ular nima shartlarni bajarish kerak, ayniqsa O'zbekistondagi shu logistika bilan ishlayotgan yoshlar. Ikkinchi savolim, betga kelish kerakmi o'zi yo'qmi? Chunki uni oyligi hozir average salary'si eng low levelda $2000 va u yoqqa ketdi 10,000, 15,000, 20,000 gacha ketyapti oyiga. Va bu ofitsialniy kartasiga tushib, u yerda istoriya ham bor. Ertaga mortgage qilaman desa, O'zbekistonda ipoteka olaman desa, u yerda целая istoriya bo'ladi. Oylik bularga konkretni valyutada to'langani, ya'ni so'mga o'girilib, u yerdan налогlar to'lashganligi to'g'risida. Kelish ikkinchi savoldan boshlash menimcha sal osonroq bo'ladi. Ya'ni oltin qoida bor, right? Agar O'zbekistonda topar yaxshi bo'lsa, faqatgina daromad uchun Amerikaga kelmaslik kerak. Right? Etiklik daromaddan boshqa qanaqadir prioritetlar bor. Etiklik toza havosi, bilmadim. Qonun qoidalar yaxshi ishlaydi, men qonun qoidalariga rioya qiladigan davlatda yashamoqchiman. Va hokazo va hokazo. Nima bo'lsa ham hammaning har xil bizigirlar bor, to'g'rimi? Bilmadim, Manhattan'da bo'laman-da, Hudson'da kema haydab yuraman misol uchun, right? Ishlarni yo'lga qo'yib yuborib. Zo'r, right? Bu sabab bo'lishi mumkin, lekin agar hozir O'zbekistonda topar yaxshi bo'lib turib, Amerikaga kelib, yanada boyib ketaman deb faqatgina foyda ko'rish uchun kelayotganlar, menimcha afsus qiladi Amerikaga kelganda, right? Agar takoy haqiqiy entrepreneur bo'lib, ishbilarmon bo'lib, bu yerga kelib, ishni kengaytirib yuborishni niyat qilayotgan bo'lmasa, dispetcherlikdan kelib o'tdi mashina trak haydashga tushib ketaman deyotganlar, menimcha uzun muddatda afsus qiladi, right? Ularni olib kelish yo'liga keladigan bo'lsa, menimcha buni yo'llari ko'payadi deb o'ylayman. Right. Hali gaplashayotgandik siz bilan Jamshid, chunki Amerikada baribir o'sha literacy level, right? Savodxonlik o'ta pasayib ketyapti, right? Oxirgi ma'lumotlarga ko'ra level 1, ya'ni oddiy ingliz tilini biladiganlar oddiy darajada bo'lganlar, right? 28-30% haqida gap ketadi. Amerikaliklar to'g'risida gapiramiz. Amerika immigrantlar haqida emas. Ya'ni level 1 degani, misol uchun qog'oz ustiga bu dorini bir kunda 3 marta ichasiz deb yozgan bo'lsa, shuni tushunish nazarda tutiladi, right? Undan u yoqqa level 2 уже sekin uzunroq gaplarni o'qib tushunish nazarda tutiladi, right? Mana misol uchun CDL, ko'pincha CDL imtihondan o'tish level 2, level 3 talab qiladi kishidan, right? Chunki u yerda qonun qoidalarni o'qishingiz kerak, bilmadim, tiketga yozilgan bo'lsa, orqasida uni apellyatsiya qilishdan tushunishingiz kerak, eng kamida va hokazo talablari ko'p, right? Ularni tushunadigan level 2, level 3. Biz hozir men level 1 ni gapiradigan bo'lsak, demak, qariyb 30%, right? Hop, Amerikani aholisi 330-350 millionmi? 330, ya'ni 30% qancha bo'lyapti? Ya'ni etiklik hop, adult, ya'ni 18 dan baland bo'lganlar taxminan 80-75% bo'lsa, shundan 30% o'qishni deyarli bilmaydi. Ya'ni bilsa ham undan u yoqqa o'ta olmaydi. Right? Bu qo'rqinchli raqamlar Amerika uchun, boy davlat uchun, right? Bu degani immigrantlarga, xususan biron narsani tushungan, o'qigan immigrantlarga ehtiyoj hamisha bo'ladi, right? Hozir H1B'ni kessin, non-domicildagi CDL'ni bermaymiz deb to'polon qilsin, nima qilsin? Baribir oxir oqibat supply and demandga boradi, to'g'rimi? Talab va taklifga. Agar misol uchun, ya'ni tim bo'la siz qilayotgan ish, ya'ni bitta ishlaringizdan bittasi logistika, to'g'rimi? Ya'ni qon tomiri Amerikan. Ya'ni to'xtatib qo'ysa, bilmadim, Amazondan to'polon qo'radi, magazindan to'polon qo'radi, aholini o'zi to'polon qo'radi. Men tuxumlarim qani deydi. O'shanga buni hal qilish kerak bo'ladi. Hozirgi bor haydovchilardan agar hammadan CDL olib tashlaydigan bo'lsa, men talablarni ko'tarib, ingliz tilini biladigan, qonun qoidalarini biladigandan kelishiga hamisha tarafdorman. Men qanaqa katta mashina yo'lda ketolmanda, orqamdan kelayotgan bilmadim, og'ir yuk mashinani haydovchisi qonun qoidalarini bilmasa, tilni bilmaydigan odam kelishini xohlamayman. Ya'ni bu o'ta high risk, right? Buning tarafdoriman. Hozirgi ko'rilayotgan choralar menimcha haddan tashqari, ya'ni Floridada bo'lgan narsaga qanaqadir javoban chora ko'ramiz,
ta'birini ko'rsatish uchun qilyapti. Vaqtinchalik demoqchisizda, bu non masal. Menimcha, chunki hozir non masalan aksariyati Meksikadan kelib, o'sha siyosiy boshpanani olish jarayonida bo'lganlarni hisobga olganda, bu ya'ni million bo'lmasa kerak-ku, lekin o'ta jiddiy millat haqida gap ketadi. O'ta jiddiy millat haqida gap ketadi. Bularni yo'ldan olib qo'yish, agar ya'ni hamma hujjati joyida bo'lganlar agar buni qila olsa, mayli, lekin uni qilish qiyin bo'lishi mumkin. Ko'ramiz, lekin Amerika yana o'sha takoy trendlarni tomosha ko'rib turadigan sistemasi bor-da, o'ta samarali. Agar muammo bo'layotganini ko'rsa, uni yoki qonuniy yo'llarini chiqarib yuboradi, yoki treninglarni yo'lga qo'yib yuboradi, yoki ijodiylar uchun yo'llar ochadi, yoki O'zbekistonda bo'lgan dispetcherlar haqiqatan ham ishni bilganligi bu yerga kelish yo'llarini ochadi albatta. Buni vaqt ko'rsatadi. Mana hozir aytdingiz, Murakmal aka, talant vizalar bor, boshqa H1B dedingiz. Shu H1B ni talablarini ozgina aytib ketsangiz, ular nima qilish kerak? Mana aytaylik, bizani o'zimizda talablar bor, ya'ni har bitta departamentdan 4 ta departamentimiz bo'lsa, dispatcher, fleet, HR, keyin aytaylik, yana boshqa departamentimiz accounting bo'lsa, mana shu departamentlardagi menejerlarni kompaniya rozi olib kelib, bu yerda katta korporatsiyalarda trening qilib va O'zbekistonga qaytib jo'natib yuborishga kafolat berishga va biz qanaqa tartibda, mana bizdagi kompaniyalar juda ham ko'pda, Murakmalga aytaylik 200 ta 300 ta traki bor, budjet ko'taradi, ishchilarni olib kelib bu yerda trening qilib jo'natib yuborish. Chunki bilamiz, biz bitta odam, mana aytaylik, agarda dispetcher sohasida yoki bo'lmasam buxgalteriya sohasida bizda menejer bo'lib turgan odam kelib bu yerda bilimini oshirib, haqiqatan 10 mingtalik, 20 mingtalik kompaniyalarda borib ko'rib, o'tdagi proseslarni o'rganib O'zbekistonga implement qilsa, biz u narsani 5 barobar kattalashtira olamizda. Chunki bizda back officeimiz 80% o'tdi O'zbekistonda. Demak, mendagi ownerlar, rahbarlar nima qadamlar qo'yishimiz kerak, чтобы biz хотя бы har bitta departamentdan bitta menejerlarni olib kelib, bu yerda trening qilib, ularni qaytib jo'natib olish kerak. Endi H1B o'zi aslan mana shunaqa ehtiyojlar uchun qilingan, right? Lekin bu specialty occupation, ya'ni hamma qila oladigan ish emas, hech bo'lmasa bakalavri bo'lgan yoki magistraturasi bo'lgan odamlar qila oladigan ishlar. Aslida Amerikaning katta ehtiyoji ham shu. Aytganimdek, ya'ni literacy level, o'qishni biladiganlar, zo'r o'qiydiganlar 30% ni tashkil qiladi, right? Mana shu bo'shliqqa, gapni, muammoni H1B hisobiga, talant vizalari, EB1, EB2, EB3 lar hisobiga qanaqadir ma'noda to'ldiriladi, right? Lekin H1B ni farqi o'sha o'qiganroq bo'lgan yo'nalishlar bo'lishi kerak. Ko'pincha accounting, IT, STEM sohasini taxminan 75% H1B ni hisobiga to'ldiriladi, right? Hozirgi hisoblarga ko'ra 750 mingta H1B egasi bor deyiladi Amerikada, right? Unga qo'shib yana oilasi bor. Eng kamida 200 ming, 300 ming ular independentlarga berilganlar, right? Million tetsa bo'ladi H1B asosida Amerikada yurganlar. Ya'ni H1B ni birinchi sharti diplomi bo'lishi kerakmi O'zbekistonda? To'g'ri. Xo'p, ikkinchi sharti bizda bo'lyapti, ya'ni ligotasi agar H1B bilan eriga bersa, u xotini, bola chaqasini olib kela oladi. To'g'ri. Xo'p, yana finansiy tomonlama nimalarni ko'rsatish kerak ular? Finansiy trudroustroyство qilish kerak. Yaxshi kompaniya uchun katta xarajat emas bular, right? Lekin o'sha o'ziga xos protsessi bor. Labor certification ichki bozorda hech kim topilmaganini ko'rsatish kerak qanaqadir ma'noda. Va umuman o'sha qanaqadir lotereya deb ham, right? Lotereya 1 yilda bir marta o'ynaladi. Bu yo'nalish uchun hozir oxirgi marta qancha edi? Menimcha 55 mingta joy edi. Agar magistraturangiz bo'lsa, yana qo'shimcha joyi bor uni, right? Mana bunda tanlanganingizdan keyin bo'ldi, tanlandi. Endi keyingi hujjatlarni qilsa bo'ladi deydi. Mana endi asosiy e'tibor kompaniyada bo'ladi. Shu ma'lumot bo'yicha sizga aloqaga chiqsak bo'ladimi? Ya'ni bizdagi logistikalarni albatta xo'jayinlari, rahbarlari, mana 4 ta ishchimni olib kelmoqchiman, budjetini ko'taraman va qaytib ketishini o'zim kafolatlayman. Bilaman, asosiy masala bu yerda qaytib ketish, Murakmal aka. To'g'ri. Chunki Amerika xohlaydi legalniy odamlarni olib kirishga, chunki ularda ham отчетность bor. Siz aytgandek, o'sha ular ko'rib turish kerak, qancha ishchi kuch kelyapti bizga, undan qancha nalog olamiz deb, u narsalarni kontrol qilish kerak. Agar siz uni kontrol qilishiga qarshi chiqayotgan bo'lsangiz, albatta bu narsani deportatsiyagacha olib borib chiqarib yuborishga majburlaydi. Chunki uni dashbordi buziladi. Ya'ni ko'rib turgan statistikalari noqonuniy yo'llar bilan kirib kelish boshqa.
Xo'p, bizdagi logistika aytaylik, mana boshqa restoranlari bor, set restoranlari bor, o'zbeklarni taniymiz. Rent-a-car beradigan o'zbeklarni taniymiz. Juda ham katta оборотlar qilishadi. Ularda albatta talab bor. Bitta yoki ikkita departamentini olib kelib, bu yerda trening qilsa, bitta yoki ikkita odamini, u odamning bilimi, ya'ni bir oy bu yerda yashab, o'rganib, Amerikani havosidan nafas olib, o'zidan 5-10 barobar katta kompaniyalarni ko'rib, bilimini u yoqqa olib ketsa, bizani o'sish darajamiz, ya'ni 1 yilda x5, x10 gacha chiqib ketishi mumkin. Shuning uchun xudo xolasa o'ylayman, intervyumizni ko'rib, sizga juda ham ko'p klientlar bo'ladi, aka. Yordam bera olasiz. Yordam bersangiz, biz juda ham xursand bo'lamiz. Endi shu masalada davom etsak, Mirakmon aka, juda ham ko'p o'zbek kompaniyalari W2 ishchi olishga qo'rqishadi. W2 formatida. Bizga o'zi aytib bersangiz, nima degani W2 va ikkinchi formati 1099. Da. Nima benefitlari bor? Nimaga biz qo'rqamiz? Undan nega qo'rqish kerak o'zi? Bu qo'rqish kompaniya rahbarlari tomonidan asoslimi yoki asossizmi? Endi yana CPA bilan o'tirib yaxshilab maslahat qiladigan narsa bu, right? W2 ko'pincha kompaniyada doimiy ishchi sifatida ishga olingan va butun buyruqlarni, topshiriqlarni kompaniya egasidan olib, unga ko'ra ish qiladigan odamga W2 beriladi. Va shu bilan birga davlat qanaqa talablarni qo'ysa, soliq, ijtimoiy ta'minot bo'yicha to'lovlar va hokazo hammasini to'lab borish kerak bo'ladi. Kompaniya ishchisini o'rniga, right? Ya'ni oyligidan. Qanaqadir ma'noda kompaniya uchun xarajat sifatida ko'rilishi mumkin, right? 1099 men senga soatlikni to'layman, qolganini o'zing qil, right? 1099 ichida o'ziga o'zi xo'jayin. Kompaniya uchun ham misol uchun chiqqanda mas'uliyatlar kamroq. Shuning uchun ham menimcha sizlarning sohada buni tanlayotganlar ko'proq bo'lishi mumkin. Ammo bilmadim, ya'ni o'tirib menimcha analiz qilib CPA bilan maslahat qiladigan masala. Buni orqasidan keladigan huquqiy javobgarliklarni men nazarda tutdim. Mirakmon aka, misol uchun aytaylik, juda ham ko'pchiliklar bundan qo'rqadigan sababi huquqiy tomonidan tadbirkorlar qo'rqishadi. Ya'ni men aytaylik, sizda bilmadim W2 employee bormi yo'qmi, lekin bizda aytaylik, mana o'sha ustaxonamizga boshladik W2 da ishchilar olishni va buni ko'ryapmiz, qo'rqinchli tarafi yo'q ekan aslida. Lekin bu nima deydi, yoshlikdagi travmalar bu yoqqa kelgandagi W2 da o'zbeklar o'zi ishlab ko'rmaganligi, ya'ni immigrant bo'lib turib W2 da juda ham kam o'zbeklarni bilaman. Agarda nurse bo'lmasa yoki bo'lmasam davlat ishida ishlamasa, barcha o'zbeklar 1099 ga ishlaydi. U birchilar to'g'ri ishlashi mumkin W2 ga yoki ular ham 1099 hisoblanadi. Shunga men uni orqasidagi aslida keladigan javobgarliklarni nazarda tutayotgandim. Bitta bilishim W2 da va 1099 ga farqi, W2 da ishga biz xodim olsak, u bizani employee bo'ladi. Shu korporatsiyaga bo'ysunadigan xodim bo'ladi, siz aytgandek. Va bu xodimni kompaniyani ichidan chiqib ketguncha, shu territoriyadan chiqib ketguncha bo'lgan butun protsessiga kompaniya javobgar bo'ladi. Ya'ni logistikani oladigan bo'lsa, shu trakka haydab nima bo'lsa, ya'ni aytaylik injury bo'ladimi yo'lda, qorni olib qoladimi yoki bo'lmasam oddiy bitta tomoshabinlarimizga tushunarli bo'lish uchun vacation puli, ya'ni paid vacation degan narsa, bu narsani biz tasavvur ham qila olmaymiz. Bitta xodimimiz misol uchun kelib, aka men bir oyga vacation puli so'ramoqchiman, dam olishga ketaman desa, you crazy deymiz-da. Nimaga? Chunki bu narsaga o'rganmaganmiz, o'zimiz unaqa ishlamaganmiz. Bunaqa tartibda. Shunaqa saytlarini, legal saytlarini bilsangiz, effektlarini, biza nimaga Mirakmon aka bu narsani ochyapman? Ko'p bizani zritellar, tomoshabinlar logistlar hisoblanadi va logistlar, men endi finansist bo'lgani uchun cost effective joyini qidiraman-da. Qayerda cost effectivenessni oshirsak bo'ladi, cost kamaytirsak bo'ladi deb. W2 da ishga olinadigan ishchilarning oyligi har doim kam bo'ladi, benefitini hisobiga. Endi biz benefitni qanchaga sotib olsak bo'ladi degan narsa, shu paytgacha benefitlarni biz o'ylaganmiz. Misol uchun aytaylik, medical benefiti, aytganingizdek retirement benefiti itagdagi. Shu benefitlar arzonroq tushar ekan bizga 1099 olgandan ko'rasiz.
biza W2 ishlatishni boshlaganimizdan keyin bizada experience bo'ladi. Biz mana ikkita uchta rekruterlarni Amerikada olib ko'rdik, ular bizani tarbiya qildi. Ya'ni o'tda bizga o'rgatyapti W2 dagi ishchi qanaqa o'zini tutish kerak, kompaniya nimalarga javob berish kerak va ish vaqtlari, overtime degan narsalar, ya'ni bizga o'rganishni xohlamaydigan udobstvomizdan, zona komfortdan chiqara oladigan narsalarni o'rgatyapti va biz aytdik, amerikanlarning birinchi sharti o'sish uchun albatta biz nafaqat o'zbeklar bilan Amerikada yashayotganimizdan keyin ulardan o'rganishimiz kerak, ayniqsa logistikani. Ulardan o'rganish uchun ularni ishga olishimiz kerak. Ishga olish protsessimiz o'sha yerda o'zida to'xtaydi. 1099 yo'q deydi. Mana sog'lig'im bor, mana pensiyam bor ertaga. Kompaniyang 2 oydan keyin sen bankrotstvoga bersang, mani pensiyam nima bo'ladi? Ish topguncha bo'lgan protsessim nima bo'ladi deb savol beradi. O'sha yerda o'zida biz o'sha amerikanlardan ishlashni to'xtatib qo'yamiz. Ya'ni shu barrierni o'zi W2 bilan 1099 ni bilmaganligimiz, bizani ko'p o'zbek buxgalterlarimizni 1099 ga over degan narsaga o'rganib qolganligi bizani shu yerda o'sishdan to'xtatadi. Shunga legal side'idan ozgincha bizga gapirib bersangiz, W2 dan qo'rqmaslik kerak. Nima legal taraflari bor, чтобы biz uni image qilib qo'yishimiz uchun ertaga qoqilmaslikdan. Endi W2 ishchi hisoblanadi. Ishchi hisoblangandan keyin ish vaqtida qilingan hamma harakatlar uchun javobgarlik kompaniyaga boradi. Haydash davomida bo'ladigan ish bo'lishi mumkin va hokazo, va hokazo. O'sha xarajatlardan qochiladi ko'pincha. Lekin menimcha o'sishi yagona yo'llardan bittasi. Yagona yo'l emas, ya'ni yo'llar ko'p bo'lishi mumkin, lekin team building, yaxshi kompaniya, komanda tuzish uchun W2 menimcha o'ta ahamiyatli. Shunda kelayotgan haydovchi ham bu kompaniya jiddiy kompaniya ekan, menga W2 to'layotgan deydi, uzun muddatli mo'ljallab keladi. Nimaga? Chunki men bu yerga kelyapman, demak menga o'sha soliqlarimni kompaniya nomidan to'lanadi, meni pensiyamga qanaqadir ma'noda to'lovlar ketadi, qanaqadir ma'noda soliq sug'urtam bo'ladi deb sizga kelayotganda ham uzun muddatda keladi. Lekin shu bilan birga siz endi unga ham talablar qo'ya olasiz, Menga kelgandan keyin ishlash tartibi anaqa. Kuniga qancha 8 soat, 10 soatdan ko'p haydash mumkin emas, Bularning hammasini chunki ya'ni o'zini foydalari bor, O'sha xavfsizlik tomonidan va hokazo. Endi men ko'chada ham baribir eshitaman, ba'zi haydovchilar 1099 da bo'lganlar menimcha ko'pi 8 soatda o'rniga 20 soatda ham urib qo'yaveradi, ichadigan ichlarini, hillaydigan hil narsalarni hillab, Bularning baribir oxir oqibati sustainable emas-da, uzun muddatda baribir bu o'sha yomon tomondan namoyon bo'ladi. W2 ishchi olganingizdan keyin unga treninglarga ham bora olasiz. Уже mana 6 oy ishladingmi, zo'r ish ketyapti. Menimcha bir hafta dam olasan, anaqa trening bo'lyapti. Ingliz tilini kuchaytirish bo'yicha anaqa treningga borib kelasan, yoki onlayn haydab ketayotganda qilish mumkin bo'lgan narsani eshitasan, xavfsizlik bo'yicha yangi qoidalar chiqibdi, buni o'rganasan deb уже talablarni qo'ya olasiz. 1099 chilarga unaqa talablarni qo'ya olmaysiz. O'shanga ular uzun muddatda yutqizadi bu tomondan. 1099 bu o'zi tomoshabinlarga bitta quick aytib ketayim, Rakmal aka, bu independent kontrakt. Yollanma ishchi. Yollanma ishchi, u xohlagan joyda ishlab ketishi mumkin, tez alishib. Shuning uchun ham bitta kompaniyaga bordik, yaqinda Rakmal aka, eng kam ishlagan ishchi 2 yilda. 50 yil, bu W2 chilar, to'g'rimi? 40 yil W2 chilar, aytyapti all set dot. Pensiyam set, boshqa medical qilaman yana dot. Ularga comfort zone create qilib bergan kompaniya ishchilari как minimum 2 yil ishlayapti-da. Keyin siz mana mashina olib, mashina topshirganingizdan keyin ham u odam W2 da bo'lishni xohlaysizda. Chunki o'sha treninglardan o'tgan bo'ladi. Siz unga anaqangizni o'tqiza olasiz buyruqlaringizni, Mana unaqa ehtiyot bo'lasan, bilmadim. Bir muammosi bo'lganda mashinani ko'rsatasan, o'zingga qaraysan va hokazo degan. 1099 da unaqa majburiyatli, o'shanga kompaniyaga uzun muddatda bo'lgan risk ham katta bo'ladi. Bizani hozir ko'rib turgan logistika ownerlari, menejerlar aytishi mumkin, boladan gapiringlar, osmondagi narsalarni gapira olsalar deb, lekin men tavsiya qilardim, hech bo'lmasa shoperlar emas, ichkaridagi bilaman, juda ham ko'p o'zbeklarda уже Amerikada ofislar create qilyapti. Operationkani back office bir qancha foizini bu yoqqa olib kelishyapti. Ya'ni shu yerda create qilishyapti. Aytaylik 4 ta dispatcher, 5 ta recruiter etaglar. Shularni hech bo'lmasa back office'dagi ishchilarni W2 ga olib test qilib ko'rishlarini va bu narsa o'xshagandan keyin ularga benefitlar yoqyapti, paid vacationlar bor,
health coverage bor. Zona komfortni create qilganingizdan keyin u odam sizdan chiqib ketishi qiyin bo'ladi. Shuning uchun harakat qilardim, yana bitta ishchilarni long term ushlab turish uchun biznesni masshtabировать qilishda o'sha hech bo'lmasa back office'dagi ishchilarni W2 ga hire qilib, ularni long term ushlab turishi. Murakmal aka, biz sizni ko'ramiz social mediangizda, tennisda aktivsiz, oxirgi payt. Shunga tadbirkorga sport nima beradi? Siz mana tadbirkorsiz va undan tadbirkorlikdan men sizni his qilaman. Nimaga? Chunki o'zim ham tadbirkorman va bir hobbiga vaqt ajratish qanchalik qiyinligini men bilaman. Va boshqa tadbirkorlar ham working life balance qiynalishadi. Va men har doim qoyil qolaman, o'zini tanasini ustida ishlayotgan tadbirkorlar aytamanki, biznesini qaysidir qismini уже setup qilib qo'yibdi deymanda, agarda sportga ham vaqt topayotgan bo'lsa deb. Shuning uchun sport nima beradi sizga tadbirkor sifatida? Nimaga sport bilan shug'ullanasiz? Sog'liqdan tashqari. Falsafiy savol bo'ldi. Sog'liqdan tashqari. Endi sport, men o'zi sportga kech kelganman. Right? Endi oldin ham sportdan qilib ko'rganman. Ko'rinishingiz yomon emas, jiddiy qilinmagan hech qachon. Ya'ni O'zbekistonda ham sport bilan shug'ullanganman. Bu yerda ham uni qilib tashlab yurganman. Menga o'sha yopishgani yoki stik qilgani tennis bo'ldi. Endi sog'liq tomoni aslida alohida gapirib o'tirish hojati yo'q, ammo bitta eslatma bor. Right? Ya'ni gap borku, sog'lom bo'lgan dunyoda hamma narsani xohlaydi. Sog'lom bo'lmagan xohlagan bitta narsa bor, u ham bo'lsa sog'lom bo'lish. Right? Qanaqadir muammosi bo'lsa. Bu xususan Amerikada bo'lganlarga tegishli, right? Orqada shuncha odamni tashlab keldik. Ota-onani, yor birodarlarini, sevganlarini va hokazo qarindoshlarini, right? Bu yerga kelib pul topish uchun. Zo'r, right? Lekin pul topgandan keyin u tatiydim o'zi. Right? Pul topish evaziga bilmadim, ertaga zo'roq o'tira olmaydigan, yura olmaydigan bo'lib qolishi mumkin. Va bu misol uchun qanaqadir avariya tufayli emas, umuman sog'lig'iga e'tibor bermaganligidan haqida gap ketadi, right? O'shanga menimcha bu o'ta muhim. Pul topgandan keyin uni sog'lom holatda uni shuni bilmadim, rohatini ko'rishni ham nasib qilish kerak. Ota-ona oilasidan vaqt o'tkazish bo'lsin, va hokazo. Ammo sportda boshqa tomoni ham bor menimcha. Jamshid, u ham bo'lsa odamga qanaqadir ma'noda yutuqlar bittada kelmasligini ham eslatadi, right? Va unga erishish uchun qayta qilish, persist qilish muhim ahamiyatini beradi, right? Va u qaysidir nuqtaga kelganda keyin portlaydi va tadbirkorlik ham shunaqa ko'rinadi. Men buni tennisda yaqqol ko'raman, right? Tennisni boshida ko'rganingizda o'rganish juda ham qiyin. Bilmadim, front hand bo'lishi mumkin, back hand bo'lishi mumkin, volleylar bo'lishi mumkin, right? Lekin o'rganishchi bitta o'rganib olganingizdan keyin u yo'q уже oson ketadi. Tadbirkorlik ham shunaqa. Boshida qiyin ketadi, xuddi lokomotiv poyezddan 100 ta vagonni tortayotganda sekin yurishni boshlaydi, hamma chopoqlarga chiqib qoladi va hokazo. Ammo bitta tezlikni olgandan keyin уже exponential growth ketadi, right? Va buni qanaqadir ma'noda o'sha sport eslatadi odamga. Ya'ni davomli harakat qilish albatta ozgina vaqt o'tgandan keyin, pain o'tgandan keyin natija berishini va ikkinchisi umuman ishdan o'tish umuman borku, men hech narsa eshitmayman, naushnik ham taqmayman, ba'zan tennis kortiga borganimda muzika yoki biror narsa eshitayotganlarni ko'raman. Shuni o'zim bilan bo'lishni xohlayman, telefon ham bo'lmaydi oldinda-da. Faqatgina tennis bu ham menga yordam beradi. Chunki umuman ishdan uzilishni xohlayman. Afsuski, baribir o'sha ishga tegishli bo'lgan yaxshi fikrlar kelib qoladi o'sha vaqtda, ilhom kelib. Shu tomonlari bor. Masalan, haftasiga necha kun sport bilan shug'ullanasiz? 4-5 marta. 4-5 marta. Juda ham ko'p. Ya'ni tadbirkor uchun 4-5 marta sport uchun vaqt ajratayotgan odam, men prosta nima deydi? Ta'zim qilaman. Yo'q, bu men misol uchun chiqib olib 2 soat, 3 soat bo'lmaydi. Men yarim soatga bo'lsa ham chiqib kelaman. Still. Bu narsada kalendaringizda vaqt ajratayotganingiz 4 kunlab, 3 kunlab bu juda ham katta rezultat Rakyonaga. Tabriklaymiz. Xudo xolasa aytaylik, hamma tadbirkorlar, nafaqat tadbirkorlar Amerikadagi yoki bo'lmasam O'zbekistonda mana hozir eshitdim, Toshkent Cityda juda ham ko'p odam ertalab yugurishga chiqayotgan ekan. Xursand bo'ldim men bu narsadan. Tavsiya qilardim sog'lig'iga qarashni. O'zingiz aytgandek,
pul ishlayapmiz, ertaga bu tatish kerak, rohatini ko'rishimiz kerak. Va albatta aytganingizdek, ayniqsa tadbirkorlarga hammani o'zini stressi, bizda stressni ko'p olamizda o'zimizga tadbirkorlar, ya'ni hamma xodimlar, at least menejerlar kelib muammosini aytadi bizga, biz ularga решение topishimiz kerak va bu stressni biz qanaqadir qilib chiqarib olishimiz kerak miyadan. Menda ham ayniqsa shunaqa bir qancha sport turlari bilan shug'ullanaman. Yaxshi ko'rganim tennis. Aytib qo'ymoqchi edim, qimmat sport turini tanlabsiz, aka, bardam bo'ling. To'g'ri. Endi men xarajat, ya'ni sportdan Amerikaga kelib sportdan shug'ullanmaslik aslida gunoh. Misol uchun mani rahmatli onamlar kelganlarida, hozir otam kelganlarida to'ppa-to'g'ri hamma imkoniyat bor. Onamlar kelganlarida misol uchun ertalab turganlaridan keyin namoz o'qib yurishga chiqib ketardilar. Qaytib kelib, dush olib, bizga o'sha zavtriklarni tanlab qo'yardi. Onam nimaga O'zbekistonda Toshkentda yurmaysiz desam, o'g'lim tekis yo'ldan o'zi yo'q derdilar. Ya'ni tekis yo'l bor, lekin u yerda unaqa bo'lib qoladi, bu yerda unaqa bo'lib qoladi, yiqilib tushishdan qo'rqaman derdilar. Bu yerda yo'llar tekis. Unaqa tennis bo'lishi shart emas yoki bilmadim, golf bo'lishi shart emas, qiyin sportlar. Yurish bo'lishi mumkin, chopish bo'lishi mumkin, bilmadim. Sport maydonlari ko'p. Endi Nyu-Yorkda ko'p kamroq bo'lishi mumkin, lekin misol uchun sal Nyu-Yorkdan tashqariga chiqsa, ya'ni tekindan tekin hamma sharoit yaratilgan demoqchiman. Ya'ni sport tennisni qimmat bo'lgani uchun tanlamaganman. Unaqa xarajatim ham ko'p emas. Sotib olgan raketkalarning hammasi ishlatilgan raketkani sotib olganman. Facebook Marketplace, marhamat. Qo'y. Tadbirkor qancha ekonom qiladi-da. Yo'q, ya'ni o'rganib olgan ishchi, ya'ni ko'chada nima desam, endi yangisini sotib olishda ham ayb yo'q, lekin agar unaqa ko'p xarajat qilmayman deganlar uchun baribir o'sha tomonga yurish. To'g'ri. Mirakbar aka, bu yerda sportda menga yana bitta beradigan narsasi, ayniqsa tadbirkorlarga tavsiya qilardim. Decision makingda menda juda ham yordam beradi. O'zimning opinionimda turishga, bir xil narsalarda bilasiz, tadbirkorlar o'ziga uverin bo'lmaydi. Ikkilanib qoladi, o'xshamasa atrofdagilarning gapi ta'sir qilib qoladi. Misol uchun aytaylik, mana bizda ham 6 taga, 5 taga yaqin proyektimiz bor. Ba'zi birlari foyda olib keladi, ba'zi birlari foyda olib kelmaydi. Pensiyaga boqamiz u firmalarni. Ertaga 3-4 yildan keyin aniq bilamiz, u kompaniyalar bizga katta daromad olib kelishni boshlaydi. Mana shunaqa vaziyatlarda va har doim bizga menejerlar variantsiz savollar tashiydi. O'zi hal qila olmagan savollarni bizga otadi-da. O'sha yerda biz A yoki B variantni tanlab beradiganda bizda qat'iyatli bo'lish kerak-da. Mana shunaqa vaziyatlarda sport bilan shug'ullangani menga juda ham yordam beradi, chunki sportda bilasiz, pending degan narsa yo'q. Ili yes bor, ili no bor-da. Misol uchun hit qilishingiz kerak yoki hit qilmasligingiz kerak. Qopda o'tib tursan, degan narsa bo'lmaydi o'tda. Shuning uchun bu biznesga strictly qarashga, muammolardan ayniqsa mendagi xarakter xohlayman, buni o'ylayman, balkim sport, balkim yoshlikdan ko'p biznes qilganim shakllantirgan. Muammo chiqsa, muammoga qarab yurishni boshlayman-da. Ko'p tadbirkorlarni o'ylaymanki, xatosi muammoni orqaga tashlashadi. O'ylashadi, tashab tursam hal bo'ladi qanchalik debdi. Menga shu qisman sezaman, sport shu narsalarda yordam berayotganini. Muammolar kelsa, face to face gaplashishga harakat qilaman muammolar bilan, qochmasdan turib. Sal qo'polroq gapim bor, muammoni basharasiga qarab yurish kerak deyman-da o'zimga. Qochish kerak emas, u tomonga yurish kerak. Buni boshqa tomonini ham ko'rdim hozir. Siz aytayotganingizda juda muhim point, ya'ni muammoga qarash, right? Men yaqinda boshqa podkast bo'ldi Farhod Sulton bilan va unda xarajatlar, right? Misol uchun oddiy odam, ya'ni biznes yuritayotgan odam xarajatlarni albatta bilish kerak, right? Qancha xarajat bo'lyapti, qancha kirim kiryapti, foyda bo'lyaptimi yo'qmi, right? Buni hisob kitobini qilayotgan minglab odam bor deb o'ylayman, right? Va shaxs sifatida ham misol uchun bir oyda menga qancha oylik olyapman, bundan misol uchun qanchasi xarajat bo'lyapti, right? Bank statementimda o'zi nima bo'lyapti deb qaramaydiganlar bor, qo'rqib, right? Xarajatlarga qarashni xohlamayman deb. Bular katta xatolar va ular kichkina xatolar keyin kattasiga qarab ketaveradi. Muammoga you need to face it. Ya'ni sport sizga yordam berayotgan bo'lsa zo'r, ammo ya'ni hammada har xil yo'nalishi mumkin bo'lishi mumkin-ku, ammo muammo bo'layotgan bo'lsa uni yopib qo'ymaslik kerak-da, orqada qoldirmasdan. Nima bo'lyapti? Qarab, Amerikada kim ko'p mutaxassisi ko'p. Bu oilaviy muammo bo'lishi mumkin, finansiy muammolar bo'lishi mumkin, partnyorlar bo'layotgan muammolar bo'lishi mumkin. Ya'ni uni tashab qo'yish o'rniga ko'tarib, muhokama qilib, hop buni yechimi nima? Keyingi ishimiz nima deb qarash
ya'ni to'g'riroq bo'ladi. Sizga demak sport yordam beryapti bunga. Bu sohada ya'ni muammo bilan kurashishda ko'pincha sport menda yordam beradi. Aytganimdek mana everyone needs a coach in their life, right? So hammaga ustoz kerak. Ustozsiz yurgan odam 1-2 bo'lishi qiyin. Biz yoshligimizda mana maktabga borsak ustozimiz bor. Boshqa narsa qilsak, ko'chda, tennisda ustoz qidiramiz. Hatto YouTube'da kimlarga follow qilib ustozlik qilishga harakat qilamiz. Va sizni shu kungacha yetishingizga va hozirgi kundagi mentoringiz yoki ustozingiz kim? Agarda social medialari bo'lsa yoki bo'lmasam agar share qila olsangiz konkurentlarga nima deydi? Aniq qilsam xursand bo'lardik. Ustoz qanchalik muhim hayotda next levelga chiqishga va ustoz bitta bo'lishi shartmi? Ketma-ket falsafiy masalalarga o'tib ketyapsiz. Menimcha meni inson sifatida shakllanishimga onamni o'rni o'ta muhim. Rahmat deng. Joylari jannatda bo'lsin. Chunki oyimlar birinchidan ko'plar bilan tez oson tanishib ketadigan odam edilar. Ikkinchisi hech qachon yomon tomonini gapirmasdilar odam, right? Ya'ni o'shanga hazillashaman ba'zan onamni oldiga bitta shaytonni qo'yib qo'ysangiz ham, ya'ni yaxshi tomonlarini sanab beradigan odam edi birinchi navbatda, right? Yomon tomonni hech qachon gapirmasdilar, right? Va buni menimcha men o'ta kishini nima desa bo'ladi, ham boshqalar bilan tanishish, yaxshi do'st orttirishda muhim va umuman shaxsi o'zini hayoti uchun ham. Ya'ni chunki biron bitta holatga e'tibor berganda yoki muammo bo'lganda yomon tomonidan oldin yaxshi tomonni o'ylaydi. Hozir hech qanaqa qanday mentor yoki coachim yo'q. Pulga olganlarim bo'lgan, uzoqqa cho'zilmadi ko'pi, yoqmadi. Ya'ni ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin men o'sha nima desa bo'ladi, o'rgangan narsamni o'rganib, keyingi levelga chiqa olmadik, right? Asosan kitoblar, personal development kitoblari ko'p. Agar hozir qiziqib menga unaqa qiynab tashamaydigan, lekin hayotimni osonlashtiradigan kim bor deydiganlar bo'lsa, misol uchun Naval Ravikant degani bor. Naval's Almanakmi? Shunaqa edi kitoblarning nomi. 1-2-3 marta o'qidim. Qisqa u practical philosophy tarafdori. Ya'ni amaliy falsafa. Ya'ni meni kundalik hayotimni osonlashtiradigan nimalarga e'tibor berishim kerak degan yondashuv bilan bog'lanadi. U ham investor, uni ham bir necha kompaniyalari bor kishi. Juda menga fikrlari yoqadi. Va uni Twitter emas, hozir nima bo'lgan, X bo'lganmi, X'da ham ko'rish mumkin. No, kitobi ham chop etilgan. U bilan bo'lgan suhbatlardan qisqa parchalar juda hayot uchun muhim bo'lgan narsalarni o'ziga xos qisqa lo'nda ifoda eta oladigan odam. Ya'ni buni maslahat qilishim mumkin. Qolgani kitoblardan bo'ladi. Personal development kitoblarini ko'pi axlat, lekin o'qishingiz kerak baribir. Ya'ni mana hammasini ishlatilgan kitoblarni sotib olaman eBaydan, right? To'lasangiz $5-8, right? Ya'ni bitta fikr olsangiz ham, ya'ni kofeni narxiga, right? Bitta hayotingizni o'zgartirish mumkin bo'lgan fikr olinadi, right? Aytaylik, mana 30 ko'pincha kattaroq bo'ladi, lekin tez ketadi. Personal development kitoblarini bitta o'tirishda o'qib qo'yish mumkin bo'ladi, right? Bitta fikr qolsa ham, right? Bu o'ta muhim. Va unga amal qilish kerak bo'ladi. Hayotni o'zgartiradi. Sizni sohangiz kitob o'qiydigan sohada o'zi majbur, ya'ni kitob newslarni o'qimasanglar, sizlar nima deydi, qolib ketishinglar mumkin. O'zingizni sohangizdagi konkurentlardan. Majburlik, sohani o'zi majburlaydi. Shuning uchun zo'r bo'ldi kitob tavsiya qilganingiz bizga. Endi kitobni majburlanadigan sohalar bor. Sho'pirlarimiz, boshqa sohadagi odamlar kitob o'qishga toqatim yo'q, vaqtim yo'q, qiynalaman, o'qisam uyqum keladi deydigan odamlar bor. Ularga qanaqa podkastlar tavsiya qilasiz? O'zingiz ko'radigan mana shu legal newslardan xabardor bo'lib turishimiz uchun qanaqa channellarni bilasiz? Который Trump aytadi-ku, Fox News is bullshit deydi-ku. Unaqa emas, misol uchun siz o'zingiz uchun to'g'ri xabarlar ko'rsatadigan, mana misol uchun aytaylik, ko'plar immigratsiya bo'yicha inglizlar xohlaydi, birinchi bo'lib o'qishi. Ko'pchilik immigratsiya to'g'risida to'liqroq ma'lumotlar bilishni xohlaydi, qanaqadir channellardan ko'proq bilib, tiklab. O'sha channellarni bizga tavsiya qilsangiz, sho'pirlarimiz yo'lda yurganda ko'rib o'sha narsalarni eshitib ketishsa, menimcha foydaliroq bo'lardi. Aniq bitta men ayta olmayman afsuski, right? Ya'ni huquq, ya'ni immigratsiyaga tegishli bo'lgan narsaning hammasini USCIS dan va ya'ni nima deyiladi, davlat idoralari tarqatayotgan ma'lumotlardan chiqayotgan qonun yangiliklardan olinadi, albatta to'g'ridan to'g'ri.
Yangiliklarga keladigan bo'lsak, Fox News ham o'ziga yarasha muammolari bor, CNN ham o'ziga yarasha muammolari bor. Hamisha ya'ni haqiqat haddidan o'rtada bo'ladi. Ya'ni bittasini ashaddiy tarafdori bo'lsa, u ham muammo, ikkinchisini ashaddiy tarafdori bo'lsa, u ham muammo. Afsuski, right? Menimcha siyosiy jarayonlarga haydovchilar unaqa qattiq kirishib ketmasligi kerak. Buni ko'pincha zarari bor. Haddan tashqari siyosiy anaqa nima desa bo'ladi, takoy mutaxassisi bo'lib ketadi-yu, hamma siyosatga aralashib ketadi. Menimcha xato. Men o'zim siyosatda unaqa ko'p muhokama qilishni yoqtirmayman. Agar haqiqatan muhokama qilayotgan odam gapirayotgan gapini biladigan odam bo'lmasa, right? Menimcha rulda bo'lganligi eng osoni podkastlar. Sizni hozir qalbingiz uchun nima yoqayotgan bo'lsa yoki kerak bo'lsa, ya'ni oilaviy muammolar bo'lganlar bor. Sog'lig'i bilan bo'lgan muammolar bor. Disiplinasini kuchaytira olmayotganlar bo'lishi mumkin va hokazo. Qidiring, YouTube hozir Googledan keyin ikkinchi eng katta search engine to'g'rimi, qidirib topish mumkin bo'lgan narsa. O'zbek tilida millionta ma'lumot bor. Hozir psixologlar chiqib ketgan, endi pichoq qilinadigan ilm bilganlari bor-ku, lekin ozgina eshitganingizdan keyin o'zi qaysi biriga haqiqatan vaqtingizni berish mumkinmi, yo'qmi aniqlab olish qiyin emas. Ko'rib, shunga qarab davom etish kerak. Menimcha material yetarli. Yetarki, meni muammoim shu va buni men hal qilmoqchiman. Moliyaviy, oilaviy, sog'liqqa tegishli bo'lgan muammoim va unga tegishli bo'lgan yechimlarni beradigan resurslar bor. Kalendaringiz bilaman, ishlatasiz Mirakmal aka hayotingizda. Bu tadbirkorlarda ko'radigan eng zo'r featureim o'zini vaqtini qadrlash. Juda ham ko'p tadbirkorlar vaqtini kalendar bo'yicha olib bormaydi. Ayniqsa biz biladigan shu logistlarda deyarli ko'rmaganman Mirakmal aka. Mana siz bilan gaplashganda 3 marta confirm qildingiz. Shu kuni intervyumiz bo'ladimi? Kalendarimga qo'shib qo'yaman, invite yuboraman deb. Shu narsa bo'yicha, time management bo'yicha ozgina bizga tushuntirib bersangiz. Nimaga kalendar ishlatasiz? Vaqtingiz manage qilishgami yoki bo'lmasa narsalarni esdan chiqarib qo'ymasligigami? Nimaga kerak o'zi kalendar bizga tadbirkorlarga? Ikkita yoki uchta xususiyat bor bu yerda. Meni yaqin do'stim, u ham biznesmen, u bilan biznes proyektlarimiz bor. Asrojon Shukurov Marylandda turadi. Undan menga aytgan narsasi, keyin boshqa kitoblarda ham o'qidim. 2 minute rule, right? Agar hozir o'tirib ishni 2 minutda qilib tashlash kerak bo'lgan narsani hozir o'zida qilish kerak, right? Men bundan juda ham katta foyda ko'rganman. Shunda agar qilayotgan narsa keladigan bo'lsa, misol uchun sizdan mesej keldi menga, right? Podcast qilaylik. Yo'qti fikr qachon? Right? Buni men o'tirib, ertaga gaplashaylik, muhokama qilaylik, gaplashadigan narsasi yo'q. Qaror olinadi, qilinadi, right? 2 minute rule, 2 minut qilinish bo'lgan bu narsani o'sha zahotiyoq qilish kerak, iloji boricha, right? Kalendar muhim. Ya'ni bu siz hayot yo'q va unga qo'ygandan keyin hayotda qanaqadir tartib ham bo'ladi, right? Palonchi vaqtda men faqatgina kitob o'qiyman, palonchi vaqtda faqatgina sport qilaman. Bu vaqtda oilam bilan, do'stlarim bilan o'sha bilasiz nima qachonligini. Qanaqadir ma'noda hattoki time blocking ham bor, to'g'rimi? Misol uchun ertalab men klientlar bilan gaplashish bo'lsa, keyin marketing ustida, keyin personal development ustida ishlayman deb qiladiganlar bor. Men buni hali uddalay olmadim. 2-3 marta harakat qildim, jamshid bo'lmadi hali, lekin buni qilayotganlar bor va bu o'ta muhim menimcha. Chunki vaqt qo'limizda bo'lgan eng qimmatli narsa. Right? Yani o'tgan vaqtda siz hozir mana million beraman, menga oxirgi o'tgan farzandim bilan o'tgan 5 minutni qaytara olmaysiz, right? O'shanga men klientlarga misol uchun konsultatsiyam pulli etsam, xafa bo'ladiganlar bor, jahli chiqadiganlar bor. Azizlar, bu faqatgina tajriba emas, right? Sizning ham vaqtingiz, right? Meni vaqtim. Bu tajriba emas, balki ketgan vaqt. Sizga ketkizgan misol uchun telefon qilib 15 minut, 20 minut gaplashiladi, bu vaqtni men qaytara olmayman. Va bunga qanaqadir ma'noda nominal narx qo'yilgan. Ki o'shani qanaqadir ma'noda qoplash uchun, justify qilish uchun, right? Aks holatda qaytarib bo'lmaydigan narsani ya'ni tarqatib yuborish oson, right? O'shanga ba'zi holatlarda bunga arzimaydigan narsa bo'lsa, yo'q deyish kerak, right? Sizga men misol uchun menga yoqmagan narsa bo'lganda, siz bilan o'tirib mazmunli suhbat qilishga ko'zim yetmaganda, men sizga yo'q degan bo'lardim o'sha zahotda, right? Muammosiz. Lekin vaqt esimizdan chiqarmaslik kerak bo'lgan narsa, qaytarib bo'lmaydigan narsa, o'shanga iloji boricha foydali bo'lishi uchun kalendar muhim, chunki tartibga soladi ishlatilayotgan vaqtni. Shu qimmatli vaqtingizni ayamasdan bizani podkastimizga kelganingiz uchun Mirakmal aka katta rahmat. Ochig'ini aytaman, mazza qilib suhbat qildim. Mana rahmat. Ko'p Instagramlaringizda ko'rsam, sizni mana yuristlarni ko'rganmiz, formalni gapirishadi, lekin mana intervyumizda ochildingiz, aka. Bilamiz,
har bitta yurist bilan ochiqdan ochiq shunaqa suhbatlar qilsa bo'ladi. Va yana bir marta uzoq joydan bilamiz, Marylanddan keldingiz mashina haydab, bizani qadrlab, ming rahmat. Xudo xolasa ko'rsatuvimiz foydali bo'ladi deb o'ylayman, aka. Tashrifingiz uchun rahmat. Taklif uchun katta rahmat, Jamshid Nazaqullo. Sog' bo'ling, aka. Есть?